Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum qarindoshlar. Hozir o'zingizga sunduğunimiz Doktor Necip El-Kaylanining Turkiston kechilari nomli tarixiy romanining Uyg'urcha tarjimasi. Tarjim qiluvchi Roshangul Abdulim, Chashmzulal. Nashr qiluvchi Saja Islom tadqiqot markazi. Mas'ul muharrir Doktor Abdulaziz rahmatulloh. Beg'ishlama. Ushbu tarjima romanni ona vatan muqaddas Sharqiy Turkistonning hurlik uchun barliqini fido qilgan aziz shahidlarimizning pak ro'yiga, kishan taqoqlar irodasini sundurolmagan azmatlarga, tog'larni makon tutgan, bo'shashmagan, bosh egmagan kurashchan mujohidlarimizga, ilgari ketganlarga, ketayotganlarga, kelajakda ketguchilarga, shahidona aziz diyorga, Sharqiy Turkistonning eng chet yaqinlariga, erlariga, ayollariga, oq soqollariga va o'smirlarga, har bir g'ururliq hur qiz o'g'loniga, aziz Turkistonning qissasini butun dunyoga anglatgan Mustafa Murad Hazratga, Necip El-Kaylaniga, shularning hammasiga bag'ishlaymiz. Sajiya. Kitobda tilga olingan ba'zi haqiqiy tarixiy shaxslar. 1931-yildagi Qumul yig'iliq rahbari 1933-yili 12 noyabr Kashgarda qurilgan Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati Jumhur raisi Xo'janiyaz Hoji Eminiyaz o'g'li. Turpan qo'zg'olonchilar rahbari Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati generali, Kashgarda turishliq 36-diviziya bosh qo'mondoni Mujohid Mahmud Mo'iti. Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati boshqaruvchisi bosh vakil diniy ulamo Sabit Damullam Abdulbaqi o'g'li. 1932-yili qurilgan Xotan Islom hukumati amiri, Sharqiy Turkiston davosining xalqarolish boshlamchisi Muhammad Amin Bug'ra. 1944-yili 12 noyabr G'uljida qurilgan Sharqiy Turkiston Jumhuriyati tunji jumhur raisi Alixon To'ra Shokirxon To'ra o'g'li. Sharqiy Turkiston Jumhuriyati ikkinchi jumhur raisi Ahmadjon Qosimi Nadir o'g'li. Altay qo'zg'olonchilar rahbari Sharqiy Turkiston Jumhuriyati Altay viloyati valisi Mujohid Osmon Batur Islom o'g'li. Majunning kishilarga qarshi Altayni qo'g'digan Mujohid, Altay valisi qo'shimcha garnizon qo'mondoni Sharifxon To'ra Jang'isxon o'g'li. Sadiq kommunizm jangchisi, Sharqiy Turkistonning Xitoy Xalq Jumhuriyati tarafidan ishg'ol qilinishiga cho'ng rol o'ynagan atalmish Xinjiang o'lkalik hukumatining raisi Burhan Shahidi. Atalmish Xinjiang o'lkalik hukumatining siyosiy va harbiy rahbari Mustabid Jinshurin. Atalmish Junhua Mingo Xinjiang o'lkalik hukumatining raisi Wu Zhongshin. Atalmish Junhua Mingo Xinjiang o'lkalik hukumatining raisi keyin Xitoy Kompartiyasiga o'tib olgan Jang Jijong. Milyonlagan Sharqiy Turkistonliklarning qotili 200lama atalmish Xinjiang o'lkalik hukumatining boshlig'i Xinjiang podshoyi Jallod Shingshisay. Muallif talantli adib Doktor Necip El-Kaylani to'g'risida. Doktor Necip El-Kaylani 1931-yili Misrning G'arbiya viloyati Sharshaba yezisida dehqon oilasida dunyoga kelgan. 1949-yili Tantada to'liq o'ttira diplomiga erishib, Qohira universitetining tibbiy fakultetiga o'qishga kirgan. 1955-yili musulmon qarindoshlar jamoatiga qatnashganligi uchun o'qish bitirish oldida qo'lga ilinib, 10 yillik qamoqqa hukm qilingan. Shu jarayonda turmalarda har xil qiynashlarga duchor bo'lgan. 1959-yili 2 putining paylari tortishib, sog'lomligi yaxshi bo'lmasligi sababidan qo'yib berilgan. Shuningdan keyin u universitet o'qishini qayta davomlashtirib, 1960-yili tibbiy fakultetni bitirgan. O'z kasbida mashg'ulotchi doktorlik xizmati bilan birga adabiy emgaklarini e'lon qilishga boshlagan. El-Kaylani 1965-yili Jamal Abdun Nasir davrida yana bir qatim turmaga tashlangan. 1967-yili 6 kun urushi mag'lubiyatidan keyin qo'yib berilgan. 1968-yili vatanidan ayrilib, Arab Birlashma Xalifaligida doktorlik kasbida davom qilgan. Keyin Sahiya sog'lomlik madaniyati bo'limining mudiri bo'lgan. Kaylani 24 yillik muhojirat hayotidan keyin 1982-yili Misrga qaytgan va oxirgi kunlarini savr chidam ishida rak kasli bilan elishib o'tkazgan. 1995-yil 7-mart kuni vafot bo'lgan va ona vatani Misrda dafn qilingan.
Necip el-Keylanining türmelerde tartqan mushaqqatlari uning zulm va zo'ravonlikni o'chkirish, mehr-muhabbat, keng qo'rsaqliq va insoniyatni hurmatlash qarashlariga cho'ng ta'sir ko'rsatgan. Shu jihatdan bu yuksak insoniy xarakter uning butun adabiyotiga singib ketgan. U ijodiyatlarining mo'l, sarxil va yorqinligi jihatdan hozirgi zamon islomcha adablarining oldingi qatorida turadi. U roman, proza, she'r, obzor, fikr ideya va tibobat sohalarida 70 dan ortiq kitob yozgan bo'lib, yozmalarining hammasida erkin parvoz qiluvchi talantli adib, shundaqla yaxshilik, fazilat, keng qo'rsaqlikdan iborat insoniy va islomiy qimmat qarashlarga chaqiruvchi edi. Adib Keylani din bilan fan, adabiyot orasida hech bir to'qinish yo'q. Agar bor deyilsa, İslam'ı o'chmanlik qiladigan yoki islomning keng shariatini tushunmaydigan kishilar o'ydirib chiqargan to'qinish bor. Chunki islom fanga, adabiyotga qarshi turmaydi, balki uni targ'ib qiladi. Musulmon degan ruh va tandan iborat bo'lib, islomiy adab axloqlardan chiqib ketmasala, ruhiy va tinining arom va huzur elishini rad qilmaydi deb qaraydi. U nihoyat xushbichim va kamtar bo'lib, mutabassim, illiq chiroy, salmoq, kam so'z, yiroqni ko'rar, go'zal kelajakka ishonadigan, sog'lom logika, ravon uslub qatorliqlar uning har holatida, hatto qop-qorong'u kamerlardimi, zolim jallodlarning qamchilari ostidami uningdan ayrilmaydigan sifatlar edi. Adib Keylanimu Misrlik boshqa isil qarindoshlariga o'xshash yumoristik edi. Uning so'zlari, leksiyalari va yozmalarining hammasi yumoristik edi. U o'zining ijodiyat hayoti haqida mundoq deydi: "Men hayotimni shoirlik bilan boshladim. Faqatla she'r yozatdim. She'rlarimning ko'pinchisi siyosiy va hissiy she'rlar edi. Keyin hikoya romanga yo'tkilib, 2-Dunyo urushi mazgilini va uning Misr jamiyatiga, bo'libmi Misrning yezi sahrolariga bo'lgan ta'sirini ifodalaydigan Uzun yo'l degan romanim bilan Ma'arif ministrligining bir musobaqasiga qatnashdim. Bu mening tunji urinib ko'rishim edi. Natijada turmada turib mukofotga erishdim. Ta'limga romandagi ismim taxallus va shifr bo'lg'achqa, romanning bir mahbusning ekanligi faqat natija e'lon qilingandan keyin oshkorlandi. Arab va islom jamiyatining masalalarini tadqiq qilish haqida bir bo'lik qisqa hikoyalarni yozdim. Masalan, Arzul Anbiya, payg'ambarlar zamini, Qudusda namoyon bo'lgan Umar, Turkiston kechalari, Shimol giganetlari, Jakarta qizi qatorliqlar. Ahli salib urushlari haqida va'da qilingan kun romanini, islomning tunji davri haqida Hamzaning qotil romanini yozdim. Allohning dini uchun xizmat qilish mas'uliyatini har musulmon o'zining imkoniyati, iqtidori va kuchiga beqib o'rinlaydi. Adib va shoir doktor El-Keylani haqiqatan yaxshi yozuvchi edi. U o'zining adabiyotini dini uchun va dunyoning har yeridagi mazlum musulmon qarindoshlari uchun xizmat qildirgan edi. Uning hikoya romanlari, dramalari va she'r adabiyoti, hatto uning tibbiy kasbi hammasi Allohning roziligini ko'zlaydigan, islom va musulmonlarga izzat, musulmonlarning vatanlari uchun hurriyat va istiqlol talab qiladigan mushu cho'ng nishon va mushu buyuk g'oya uchun edi. Keylani islomning fikr ideyalarini go'zal yo'sinda o'ttirib qo'yib, islom tarixi va musulmonlarning realligini to'g'ri islomiy tasavvur bilan tushuntirgan utuqliq adiblardan bo'lib, bu hol xususan yosh o'g'il qizlarning, umuman butun musulmonlarning ko'ngillarida yaxshi ta'sirlarni qoldirdi. Bismillahirrohmanirrohim. Türkiston kechalari romani haqida. Adib Necip el-Keylani asarlarining bosh temasi islom dunyosining mavjudiyati va kimlik ko'rishidir. Türkiston kechalari nomli mazkur roman 1971-yil yozilgan bo'lib, asarning kirish so'z o'rnidagi qismida bayon qilinganidek, Necip el-Keylani hajga borganida Makkada tijorat qiladigan turkistonlik bir boboyning hayot hikoyasini o'z og'zidan anglaydi. Hikoya Sharqiy Turkiston xalqining qalbida cho'nqur o'rin olgan, Xitoy istibdotiga qarshi o'rlik izlagan Xo'janiyaz hoji yig'liqi bilan boshlab,
Altay bürkütü Osman Batur'ның köreşleri və aqibətdə yanıla Qızıl Xitayның çangılida qalğan ana vətəninin 1930 yıldan 1951 yıllargacha bo'lgan qismatlarini bayon qiladi. Buvayning haqiqiy kechirmishlaridan ta'sirlangan adib Keylani qalamini qo'lga olib, asliga sodiq bo'lib, joyida badiiy jonlantirishlar bilan bir adabiy roman yozib chiqadi. Roman mazmun jihatdan o'xshib ketadigan va Uyg'ur xalqiga tunishliq bo'lgan Uyg'ongan zaman 1988 yilda nashr qilingan va Ana yurt 2000 yillar. Mushu romanlardan xeyli burun e'lon qilingan. Shundaqla chet elda hamda birinchi qo'l shoirning o'z og'zidan birinchi shaxs tilida har qanday tasqash va putashlardan xoli bayon qilingan hayot sarguzashtisining badiiylashtirilgan holidir. Necip el-Keylani hikoyani 1930 yildagi Xitoy istilosidan boshlab Uyg'ur qizga uylanish niyatida bo'lgan Xitoyning bir ofitser, qizning otasini bo'lsa Qumul amiri deb jonlantirdi. Sharqiy Turkiston xalqi 1884 yildan beri Xitoylarning istilosi ostida ezilmoqda. 1931 yildagi Qumul inqilobining pilsini tutashtirgan voqea haqiqatan bir Xitoyning bir Uyg'ur qizini majburiy nikohga ilishga tirishishidir. Lekin bu yuzsiz Xitoy bir ofitser emas, aslida 1931 yilning beshida Jinshurin tarafidan Qumulning Arturik noyisiga qarashli Shupulga joylashgan Eg'izga bosh boshqaruvchi bo'lib tayinlangan Jangoxu ismli bir Xitoydir. Qizi so'ralgan kishi saltanatli Qumul amiri emas, balki Qumulning 120 kilometr sharqiga joylashgan Shupulning durg'isi Salih Durg'u degan kishidir. Jangoxu zo'rliq bilan Salih Durg'uning Aysxon yoki Aynisaxon bo'lgan zaman 169-yilda shuna qilinibdi. Aysxon ismli qizini nikohga olmoqchi bo'ladi. G'ururliq Shupul Durg'usi Salih Durg'a va do'sti Uchbigi, Dehqonbigi, Charobigi, Suvbigi Abduniyaz Mirab va atrofdagi ba'zi durg'ular to'yni ma'qullaydi va yerlik urf-odatlarga uyg'un to'y uyushtiriladi. To'y kechasi ayolchi kiyingan kelin Chimildiqda Jangoxuni, taladikilar Jangoxu bilan birga kelgan Xitoylarni naq maydonda yer tishiltidi. Shuning bilan Qumul tog'larida inqilob birdek portlaydi. Keyin Salih Durg'a va Abduniyaz Mirab qatorliqlar Xo'janiyaz hojiga bay'at qilib, inqilobda faol xizmat ko'rsatdi. Inqilob mag'lub bo'lgandan keyin Salih Durg'a Xo'janiyaz hoji bilan birga 108 kishi 1938 yilning oxirida o'ldirildi. Muallif Keylani Sharqiy Turkistonni shimolga joylashgan bir davlat, qizlarini sariqchach, ko'zi ko'k, xuddi Slav millatlaridek tasvirlaydi. Ba'zi dialoglarda dengiz to'lqinlari bilan elishish va qutqizish kemasi tilga ilinadi. Vaholanki, Sharqiy Turkiston dengizdan eng yiroq, O'rta Osiyoning kinikiga joylashgan, qizlari qunduz qarasi sochlari, qo'y ko'zlari bilan tasvirlangan bir yurtdir. Bulardan muallifning ehtimol texi yarashalashish degandek taraqqiy qilmagan 1970-yillarda cheklik imkoniyatlar tufayli Sharqiy Turkiston haqida atrofli qushliq ega emasligini, balkim hech qachon biriq boqmagan, hatto xarit yuzidami ko'rib boqmagan bo'lishi mumkinligini faraz qilishga bo'ladi. Shumi bir haqiqatdirki, badiiy asarlar reallikdan ustun turadi. Qalam egisi voqelikning texmi jonliq yoritilish ehtiyojiga qarab o'z tuyg'u tasavvurlarini qo'shib qo'ydi. Muallif O'rta Yer dengizi bo'yiga joylashgan Misr mamlakatida tug'ilib cho'ng bo'lgan biri bo'lish sifati bilan Misr va Arab dunyosiga tunishliq bo'lgan dengiz va shuningga aloqador tasvirlarni, shundaqla shimol ellarining xalqlarining tipik tasvirlarini qo'llanishi nihoyat normal ahvol deb tushunishga bo'ladi. Muallif balkim Turkiston nomidan chiqib turib, Turkiya turkligiga o'xshatib qolgan bo'lishi mumkin. Muallif yana bir yerda Xitoy ofitserining Afyon urushini boshdan kechirganligini e'lon qiladi. Halbuki ikkinchi qatimliq Afyon urushi 1860-yil oxirlashgan bo'lib, romandagi tarixiy davr bo'lgan 1930-31-yillardan 70 yil burungi voqeadir. Demak, Necip el-Keylani Xitoy tarixidagi ikki qatimliq Afyon urushidan xabardor, ammo tarixiy davr haqida xatolik yo'l qo'ygan.
Adib Najib al-Kaylani mazkur romanda bayon qilgan tarixiy voqealarning ilgari-keyinligi, inqilobchi tarixiy shaxslarning ismlari va voqealarning chinligi cho'ng jihatdan to'g'ri bo'lib, ba'zi inchki tafsilotlarda yanglishib ketishi aslida o'ziga tamoman notanish bir aloqada qalam tavratgan biri uchun saqlang'ili bo'lmaydigan bir ehtimollikdir. Romanda avtor hikoyani Qumul shahar ishidan, Qumul Vangning saroyidan boshlaydi. İnqilobni boshlaganlarning birining Qumul amiri ekanligini ilgari suradi. Ammo tarixiy yozma manbalar va iz uyg'ongan zamin qatorliq tarixiy romanlardami o'z davridagi Shah Maqsud Vang yoki o'g'li Qo'rchoq Nazar Vanglarning hech qachon xalq tarafdori bo'lmaganligi bayon qilinadi. Mazkur romanlar yoki vatanda e'lon qilingan mavjud yozma manbalarni kommunist tarixchiligi va adabiyotning feodalizmga qarshi maydonining taqozosidan burmalanganmikin desak, 1949-yili vatandan hijrat qilib chiqib ketgan o'z vaqtidagi Xo'janiyaz Zodining kotibi marhum Hamidulloh Muhammad Turpani o'zining Turkiston tarixi, ya'ni 1931-yildan 37-yilgacha bo'lgan aralıqdagi Turkiston inqilobi tarixi nomli asrida iz va uyg'ongan zaminning maydonini tasdiqlaydi. Shunga Uyg'ur o'qirmanlarini qaymoqtirib qo'ymaslik uchun asardagi faqatla Qumul amiri Bekka, Qumul sarayi Bek qasriga almashtirildi. Romanda yana ba'zi bir haqiqiy tarixiy voqealarga aloqador xato ma'lumotlar bo'lib, muhimroqlaridan G'ulji qurilgan Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining qurilish tarixi 1945-yili deb berilgan bo'lib, to'g'risi 1944-yili 12-noyabrdir. Romanning bosh personaji Mustafa Murad Hazrat, ma'shuqi Cho'lpon, og'aynisi Mansur Durg'a, Razvangul, Xitoy saqchilar Chilli, Bavding, Satrash Abdulxoliq qatorliqlar muallif tarafidan yaratilgan personajlar bo'lib, Beg, Og'joyim va Bek qizi, Xo'janiyaz Hoji, Sharifxon To'ra, Alixon To'ra, Ahmadjon Qosimi, Osmon Batur, Muhammad Emin Bug'ra qatorliq ijobiy shaxslar va Xitoy ofitser Jin Shurin, Shing Shisay, Wu Jongshin, Jang Jijong qatorliq ishg'olchi Xitoylar, qonxo'r istixborotchi Seydaji, boshliq puchajlar, Burxon Shahida qatorliq kommunistlar haqiqiy tarixiy shaxslardir. Romandagi ba'zi mazmunlar tarixiy saboq nuqtasidan bugungi qismatlarimizga intayin yorqin selishtirim bo'la oladi. Birinchi, romanning tunji temasi bo'lgan 1930-yillarda Sharqiy Turkiston qizlarining Xitoylarga atalmish qonunliq nikohga zo'rlanishi, ya'ni bu qismat 1933-yildan 44-yilgacha bo'lgan aralıqda hukm surgan Jallod Shing Shisay davrida texim avjiga chiqqan. Atalmış xalqlarning erkinligi tarafdori bolshevik ruslar yoki tajovuzchi Xitoylarning har fursatda bir xalqning g'ururi bo'lgan xotin qizlarga ko'z tikkanligi, hatto ruslarning Sharqiy Turkistondagi nasllik sog'liqlarini tinch qo'ymaganligini, Shing Shisay davridagi majburiy ishpiyonlik va buning natijasi bo'lgan ota boladan, aka inidan xotirjam bo'lolmaydigan o'zaro ishonchsizlik, xohlagancha odam tutish, to'qilma bahonalar bilan turma lagerlariga qamashlar. Shing Shisay va Rus kommunistlarining razil abtibashlaridan biri bo'lgan ijtimoiy axloq dushmanligi, ayollarga chin ma'nodagi hurmatdan yo'qsul ekanligi nihoyat ro'shan o'tirib qo'yilgan bo'lib, Cho'lpon xarakterining o'zini qurbon qilish badaliga Bek qizi va oilasini qutqizib qilishi. Gerçi ko'rinishda bo'lsa-mu iymon etgan Bovding xarakteri bilan bir yashash jarayonida aroq o'rganib qilishi. Shing Shisay yoqtirib qolganlik uchun Oltay tarafdan elib kelingan, faqatla oilasining zavolini xohlamaganlik uchun Shingning ish pushqin chiqarishiga ishlab kelgan yosh qiz. Mansur Durg'aning ayolining oyoq osti qilinishi, kommunistlar besib olgan rayonlardagi ayollarning kiyim-kechak islohoti qatorliq oz ammo ibratli misollar orqali kommunistlarning naqadar nomussiz ekanligi, bu xil noinsoniy hokimiyat tuzilmasi ostida Sharqiy Turkiston xalqining naqadar ig'ir kunlarini boshdan kechirganligi bayon qilinadi. Halbuki bu faqatla kelmasib ketgan o'tmish emas. Balki bugungi kundami buningdan kam qolmaydigan qo'rqinchli manzillar Sharqiy Turkiston zaminidan ko'tarilgani yo'q. Kunimizdami Sharqiy Turkistonda majburiy millatlar ittifoqligi ulgulik oilalari, tuqqandarchilik, atalmış tarbiyalash markazlari nomidagi lager va turmlarda erkidan majburiy mahrum qilingan qiz ayollarga, hatto erlarga qilinayotgan inson qalbidan chiqqan zulm haqorat, milliy xo'rliq, urf-odatga, diniy e'tiqodga, jumladan tiriklarning masjid jamoalariga, o'liklarning qabr mozorlarigacha qilinayotgan dafsandichilik,
Sharqiy Turkistonda yoki Xitoy o'lkalaridagi korxonalarda majburiy arzon maosh bilan xizmatga selish, zamonning ne'matlaridan bo'lgan tor aloqa imkoniyatining xalqni ta'qib ostiga olishda foydalanishdek siyosat oz kam 100 yildan keyingi bugungi kundami qonxo'r Shi Jinpingning rahbarligi va jallod Chinchangoning bevosita yetakchiligida qayta o'ttirib chiqdi. Bu musibat qarorlar kunimizdami Sharqiy Turkiston xalqi orasida haddidan ziyoda ehtiyotchanlik, dardini ichiga yutish, dunyo tugul eng yaqinig'ini anglatolmaslik, eng ig'ri din, irq va madaniyat farqiga parvo qilmay ching tutilayotgan majburiy to'ylashish oz bo'lmagan Sharqiy Turkiston qizlarining va ularning ota-onalarining qon yoshiga sabab bo'lmoqda. Ikkinchi, romanda Sharqiy Turkiston xalqining o'z g'ururi va ar-nomusini qo'g'dash uchun Xo'janiyaz hojining atrofiga uyushib qilgan janglari. Jangga aktiv ovoz qo'shganlarni Uyg'ur yoki Qozoq, O'zbek yoki Qirg'iz demay, birli kimlik musulmon Turkistonlik salohiyati bilan ifodalab, xalqimizning azaldan beri tor doirada millat, qabila ayirmay Turkiy musulmonlik kimligi ostida hur va ittifoq yashaganligi faqatla Misrlik adib Najib Keylanining adabiy tasviri bo'lmasdan, aksicha tarixnomalardami doim uchraydigan bir haqiqatdir va buning eng yorqin misoli 1933-yili Qashqarda qurilgan Ma'arif noziri O'zbek harbiy qo'mondoni Qirg'iz bo'lgan Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatimizdir. Ammo bugungi kunda bizlar Sharqiy va G'arbiy Turkistonda kommunistlar o'rnatgan necha avlod qizil ma'arifning natijasida Turkiston xalqini turli millatlarga ayirib, biz va ular deyishga boshladik. Eng muhim bo'lgan tigi bir turk, dini bir musulmon qavm ekanligimizni hammamiz unutib, tar millatchilikda jahillarcha azvaylamoqdamiz. Sovet ittifoqi parchalangandan keyin G'arbiy Turkistonda qurilgan Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston qatorliq 130 millat yashasimi birli millat nomi bilan qurilgan jumhuriyatlarga qarab bizmi Uyg'uriston quramiz degichilar Uyg'ur xalqining butkul Turkiston tarixidagi madaniy va ma'rifiy o'rnini tar doiraga tushirib qo'yayotganligini, behuda tar millatchilik qilayotganligini to'nib yetilmaganligidan boshqa narsa emasdir. 3. Adib Najib al-Keylani asarlarining bir aloyiligi islomiy kimlik, sog'lom e'tiqod bakrak oldingi planga qo'yilganligi bo'lib, bu asardami Sharqiy Turkiston mujohidlari va rahbarlarining kallasida nihoyat aniq bo'lgan islomiy mavqe intayin ustunlik bilan aks ettirilgandir. Asarda tilga olingan tarixiy sharoitda vatanimiz garchi zamonaviy ma'arif texi yangi bir surishga boshlagan, an'anaviy ma'arifmi nisbatan tar doirada va keyinda qolgan bo'lishiga qaramay, Xo'janiyaz hoji, Sobit Damullam, Sharifxon To'ra, Alixon To'ra va Osmon Botirlarning ummat yangi kuchlik islomiy ilm asoslari mustahkam, xalqaro masalalarga qarta bor imkoniyat doirasida aloqador bo'lish va tangsashda o'z zamonasiga nisbatan qobiliyatli kishilar edi. Gerçi inqilob xeyli uzun davomlashgan bo'lsa-mu, shu davr sharoiti, xalqaroliq manfaatlar Sharqiy Turkiston xalqining orzusi qarshi qo'dalganligi uchun oxir oqibatda mag'lubiyatga uchrab, vatan munqariz bo'ldi. 4. Keylani Kalkunda Xitoylarning Sharqiy Turkistonni kengaymichi chorliq Rossiyasidan keyin soxtipaz bolsheviklarning G'arbiy Turkistonni bosib olganligini tilga olish orqali azaliy qon qarindosh va dindosh Buyuk Turkiston xalqining majburiy ayritilganligini Imom Buxoriy, Farabiy, Ibn Sina va olim Biruniylarning ona vatanini arab dunyosiga tunishtirgan. Gerçi bolşeviklardan qaçqan G'arbiy Turkistonlik ziyoli ulamolarning hikoyasi tilga ilinmagan bo'lsa-mu, o'z vaqtida 1949-yili atalmış Azodlik armiya Sharqiy Turkistonni bir pay o'q atmay istilo qilishdan burun Stalinning qonliq siyosatidan qaçqan nurg'unlagan ziyoli, adib va ulamolar, jumladan asli ushluq o'zbek ulamo, sobiq Sharqiy Turkiston Jumhuriyati raisi Alixon To'ra Sag'uni Sharqiy Turkistonda panohlik erishgan edi. Vaholanki, bugun mustaqillikqa noil bo'lgan bu zamonlarda qurilgan hokimiyatlar kommunist Xitoy hokimiyati bilan eg'iz burun yalishib, panohlik tilgichilarga kun ko'rsatmayotmoqda. Roman badiiy tasvir va adabiy til jihatda intayin muvaffaqiyatli yozilgan bo'lib, Tundi nashrdan buyanqi oz kam yarim asr ichida turkcha, inglizcha qatorliq nurg'un tillarga tarjima qilingan. Romanni haqiqiy qahramonlarga, asli taqdim qilinish kerak bo'lgan Sharqiy Turkistonlik o'qirmanlarga armag'on qilish vaqti nihoyat yetib keldi.
Asar arab tilidan bevosita Uyg'ur tiliga tarjima qilingan bo'lib, romanda tilga ilingan haqiqiy tarixiy shaxslardan Sharqiy Turkistonlik mujohidlar, istilochi Xitoy tajovuzchilari va ularning kommunist gumochchilaridan ba'zi shaxslarning haqiqiy rasmlari mazkur Uyg'urcha tarjimaga xos qilib, kitobning boshida qo'shimcha qilib berildi. Roman ichidami mazmuniga munosib ba'zi bir tarixiy suratlar qistirildi. Tarjimada qo'ldan kelishicha asliga sodiq va ayni fasohatda ifodalashga tirishildi. Ammo tillar orasidagi muqarrar farqlar tufayli yanala savalliklarning xoli bo'lolmaslik tabiiydir. Bu borada har bir o'qirmanning to'g'ri tushunishiga havola qilamiz. Sojiya Islom tadqiqot markazi 2020-yili Istanbul. Musulmonlar o'z yurtlarini bilmas bo'lib ketdi. Muqaddas Makka shahri har yili yuz ming'an hojilarga quchoq ochadi. Xilma-xil irq va millatlardan musulmonlar Ka'baning atrofiga to'planadi. Afrikadan kelgan qora tanliklar, Yevropa va Amerikadan kelgan oq tanliklar, Osiyo tog'larini ishib kelgan seriq tanlik musulmonlar, arablar, farislar, turklar, pokistonliklar, afg'onlar top-top bo'lib kelishib, Ka'baning atrofida takbir va tahlil sadolarini yangrtadi. Hammasi ushbu muqaddas uyning atrofida tavof qilib, Safa bilan Marva orasida sa'i qilib, Hazrat Ibrohimning maqomida namoz o'qiydi. Zamzam suyidan bir qancha yutum ichib olish uchun bajoyiki bir-birlari bilan beslashadi. O'xshamagan taraf turli yo'llardan kelib, bu muqaddas kesishish nuqtasida jam bo'lgan bu mo'minlar o'zlariga xos rang va tillarni namoyon qilishadi. Ammo bir narsa hammaga o'rtaq ekanligini o'ylashandir. Allohga va undan keyin Makka mukarramda turayotgan uyimga qarab mangdim. Orqa yo'llardan, tar ko'chalardan har xil bezalgan bosh kiyimlar va duo kitoblari qatorliq narsalar sotilibdi. Do'konlardan birisi kirib o'tirdim. Do'konlarning chiroyi turqi rengroyidan 70 lardan oshganligi va o'ziga xos talaffuzidan uning arab emasligini taxmin qilg'ili bo'libdi. Bir tarafdan chiroyli tasvirlarni ko'rgach, "Nerdan bo'lasiz?" deb so'radim. Qayg'uga o'xshab ketadigan bir ifoda bilan lappada birni qarab qo'yib, "Allohning kar yurtlarining biridir" dedi. Tushundim, ammo qaysi davlatdan deysizkin? Yosh to'lgan ko'zlar bilan yana bir qitim qaradi. Titrangi bir o'sinish bilan qo'shib, "Turkiston" dedi. Azroq o'yinib olgandan keyin qayta so'radim. Turkiston degan Turkiyaga qarab, "Ular o'z yurtlarini bilmas bo'lib ketdi" dedi va "Nima ish qilasiz?" deb so'radi. Misrda doktorman. Demak, shon shavkatlik Al-Azhar joylashgan davlat yashaysiz va Turkistonning neligini bilmaysiz deydi. Imom Buxoriy, Ibn Sina, Farabi va Biruniyni bilmay qolmaysiz aqcha. Albatta bilaman. Ana shular mening yurtimdan. Undan keyin Mustafa Murad Hazrat ismli bu mushfiq kishi menga Turkiston va Turkistonning beshidan o'tgan ko'tbatlar haqida so'zlab berishga boshladi. Turkiston shimolga joylashgan bir davlat bo'lib, mustamlikachilar bu go'zal yurtni Sharqiy Turkiston va G'arbiy Turkiston deb ikkiga bo'ldi. Ruslar G'arbiy Turkistonni ishg'ol qilib, Sovet ittifoqiga qo'shib oldi. Sharqiy Turkistonni bo'lsa Xitoylar bosilib o'z chegaralariga qo'shib oldi va yangi chegara ma'nosida Xinjiang deb ism qo'yib oldi. Ya'ni butun Turkiston sotsializmning ikki temir panjasi ostida yezilishga boshladi. Shunday qilib, Allohning nomi zikr qilinadigan sharafli tarix va ko'z qamashtiruvchi madaniyatlar yaratgan ulug' bir qadim islom diyorini nobud qilishdi. Turkiston ikkinchi Andalus bo'lib qoldi. Musulmonlarning nihoyat ibratli bir xatosi o'z tarixlaridan cho'rtli degidek bexabarligi va dunyoning har qaysi joylarida yashaydigan mo'minlar haqida asosan bir narsa bilmasligidir. Ya'ni musulmonlar bir-birlari bilan aloqasi yo'qdek yashaydi. Oppoq soqollari titrashga boshlagan edi. Shunday bo'lsa-mu, gapini davom qildi. Menga yaqinroq kelib, "Choy ichimsiz?" deb so'radi. "Ichay, lekin hayot hikoyangizni boshdan anglag'im bor", dedim. Nevrisi bo'lsa kerak, bir bolaning qo'lidan bir piyola choyni ilib, ichgach gapini davom qildi. "Hayot hikoyam qayg'u-hasrat, dard-alam va iztiroblardan to'lgan. Her yili bu muqaddas tuproqqa ming'lagan kishi kelib, haj farzini ado qilib, yana bir necha kundan keyin kelgan yo'llar bilan qaytishadi. Haj degan musulmonlar qandoq kelgan bo'lsa, shundoq ketishlari uchun farz qilinadi ekanmi? Men unda qaramayman.
Bu muqaddas diyarning ziyoratchilariga o'rg'oq va bo'lqasida ezilib, ingrayotgan bechora musulmonlarning hikoyasini anglatmaymanmi? Deganingizdek bo'lsin. Oqshomliq ko'rishaylik. Men bir necha kitob ekilay va sizga uzun hikoyamni so'zlab beray. Men bu yer turg'anim bilan Yeshil yurtimning muqaddas Turkiston orasidagi Pamir tog'lari, Chumbel romanlari yirtib tashlangan ayollar, zamonaviy maktablarda dinsizlik bilan tarbiyalanib, manqurtlashtirilgan bolalar, batil va yolg'onlar orqali dini va tarixi unutildirilgan yoshlar, chaylangan munbar va qubbalar, Sibiryaga surgun qilinib, kishining aqli ko'tarmaydigan qiyin qistoqlarga duchor bo'lgan kishilar haqida so'zlab berishga kirishiman. Men bir sharqiy Turkistonlik. Emse hikayemge baştan kulak selam. Ming 930 yılı. Şu yılı Xitaylar tarafından işgal kılınan Qumulda yaşayttık. İşgaldan keyinla bir Xitay ofisir bu rayonning haqiqiy hokimiga aylangan, hamma ishlar uning deganidek bo'lishga boshlagan edi. Qayg'u Sharqiy Turkistonlik musulmonlarning o'rtaq tuyg'usiga aylangan bo'lib, haqiqatni ko'ralganlarning ko'zlaridan alam va hasrat qo'yiladi. Bechora Qumul beglari bo'lsa, namda bor, amalda yo'q qo'rchoqlarga aylangan bo'lib, qasr saroylarda bechoralarcha bor bilan yo'qning orasida yashayotdi. O'z ko'zim bilan shohid bo'ldimki, Xitoylar top-top bo'lib, Qumul shahri markaziga qarab yiqyotdi. Xitoy hukumatimi bulab talagan mal dunyolar bilan bu oqqullarning shaharga yerlashish uchun sharoit hozirlayotdi. Uy selib, do'kon ochib va dangsaroylarni barpo qilib, ularning o'rnashilishiga yordam qilyotdi. Yeshim 25 atrofida. Masjidda Qur'on Karim yodlab qori bo'lgan, arabcha va turkicha o'qib yoza oldim. Endi Xitoy qo'shni bo'lg'achqa Xitoychini biletdim. Bizga yaqin bo'lgan bu vaqtda Sovet mustamlikasi ostidagi Mo'ng'ullarning tilini biletdim. Chingizxon va avlodlari hukm surgan u zamonda har soatga nurg'un qahramonlarning hikoyalari tillarda daston edi. Bir kuni Xitoy ofitser butun yurtni titritib, ostini ustun qilib o'tadigan bir uqtirish e'lon qildi. Bu uqtirishga ko'ra har bir sharqiy turkistonlik e'tiqodlariga har qancha yot bo'lsa-mu, o'zlaridan qiz so'rab kelgan har qanday bir Xitoyga qizini berishga majbur edi. Zaminning ishg'oli, mustamlika vaqtlik ish edi. Dushman bilan qayta jang qilishdan bosh tortmasaqla, hamon bir kuni ularning qo'rg'ini yimirlatdi. Lekin xalqning jonidan aziz ko'radigan e'tiqodiga qilingan buzg'unchilik, diniga qartilgan masxara, qimmat qarashlarga keltirilgan haqoratlar chidab turg'ili bo'ladigan ish emas edi. Xitoy ofitser bechora Qumul beglaridan birini chaqirtib, "Janobingiz bilan iftor bo'lish niyatim bor", dedi. Begning chiroyi tatirib, qo'llari titrab ketdi va andisha aralash. "Sizni bilasiz qo'mondan, bu mumkin emas", deb javob berdi. Xitoy ofitser masxaralik kulib tashladi va "Men mumkin emas deganni bilmayman, bek janoblari", dedi. "Bu degan Allohning buyruqi. Qalblarning ishlariga ilohlar aralashmasin. Men qizingizni yaxshi ko'rib qoldim. Almisaqdan beri Fatihlar fatih qilingan xalqning e'tiqodiga hurmat qilib kelgan. Bundaq gaplarga men ishonmayman. Hammasi afsona. Lekin bu bir musulmon uchun o'lgandan battar." Ofitserning yuzi g'azabdan qizarib ketdi va "Qaror bergichi sen emas, qizim. Darhol berib qizimga xabar ber. Javob berish uchun bir necha soatlik vaqtim bor", deb gapni kesib etdi. Beg beshining ichimi, teshimi qatgan holda talaga chiqdi. Atrofida bo'layotgan bu paskashliklarni o'ylab berib, shuncha keng saroy uning tor kelishga, jinini iskanjaga ilishga boshlagan edi. Ayoli va bolalarining yuziga qanday qarar? Hayot nima degan qadrsiz-a? Bu rezilliklarni ko'rmaslik uchun tog'larga chiqib, vahshiy hayvonlarni do'st tutib, o't-cho'p va novot yaproqlarini yeb jon saqlasinmi? Zulmga uchragan ojizlarning kuni nima degan ta'sir? Lekin Raurus kuch-quvvat, nupuz va sha'ni shavkat egisi bir begning qo'lab tushgandan keyingi kuni texmi ichinish bo'lsa kerak. Beg qasriga kirdi. Tarixiy qilishlar dardu iztirob ichida sangilab turardi. Tamdiki ishquruq mintiqlar sesiq taab o'xshab qolgan edi. Ajdodlarning tariximi beayni to'pib besib ketgan varaqlar orasida uyquga g'arq bo'lgan edi. Og'achayim yaqin kelib bo'sh ovozda: "Nima ish bo'ldi?"
deb pichirladi. Ko'zlari yosh yo'qibek ayoliga qarab, Allah bizga nima kunlarni ko'rsatarkin, dedi. Erining nima demoqchi bo'lganligini anqira olmagan Ağaçayım. U yerda o'zlariga biror adabsizlik bo'lmagandu. Mening ko'zimga bu Xitoylardan biror yaxshilik kelgandek ko'rinmaydi. Allah'ni tanımagan ekan merhametini nima bilmaydi shu. To'g'ri deydilar. Xitoy ofitser qizimiz bilan to'y qilaman deydi. Beg ishini mushuk atlagandek tutildab, nima qilishini bilolmay qolgan edi. Yuqori ovozda qizini chaqirdi. Qizim, bu yoqqa kelsizlar. Beg kirpiklari orasidan sirg'ib chiqqan yosh chamchilarini surtgach qizga, Qizim, iflos qilgan o'zlari bilan to'y qilaman deydi. Bu mumkin emas. Bilaman. Shundaqmi yana so'rab boqay. O'zlar qo'shiliblar. qiz qulqiga ishongan holda dadasiga qarab, Nima da'vatlar dada? dedi. Turkistonlik beg zo'rg'a kulimsirdi. Yuzi qip-qizil edi. Hozir tetiqsizliklar bek ko'p. Hayotning o'zini bilmaydi. deb javob berdi. Lekin mening uning bilan to'y qilg'im yo'q. Uning o'zlari bilan to'y qilg'usi bor ekan. La'nat tekkur qavan. La'nat doimo mag'lub bo'lganlarni topadi. Qaysi qonun, qaysi din o'z xohlamgan bir qizni to'y qilishga zo'rlaydi ekan? Yangichi bilan yamatguchi o'rtasidagi munosabat qoida tuzum yoki erkin iroda deganlarni ko'zga ilibmi qo'ymaydi. Andin beg atrofiga iztirob bilan qarashga boshladi. Atrofdagi havo jam qapsini qamallab, nafs qilgandek his qildi. Dasturxonning bir burchini g'azab bilan ching siqimlab olgan edi. Yana qayta so'radi. Qo'shilamlar, qo'shilmamlar. O'lsammi qo'shilmayman. deb javob berdi qizi. Nimishqa? Chunki Allohning buyrug'i Xitoyning buyrug'idan ustun. Beg bo'yga yetib qolgan qizini qoyillik bilan ching quchoqladi. Qizining mas'ulg'ichi go'zal ko'zlariga qarab turib, gul bergidek yumron va g'uborsiz yuzini siyladi. Qiz isadab yig'lab turib, Aqlim yetmaydi dada. Bir kichik qizning bundoq bir ishqa zo'rlanishiga, dar maydoniga menish buningdan ming marta oson. dedi. Beg qizining namdalgan kirpik va mangzillarini surtdi. Sapsariq va yumshoq sochlarini siyladi. Ondan yerga qattiq birin tepdi va Hargiz yo'l qo'ymayman. deb vaqiradi. Ağaçayım titrek ovozda, Bu ishni yaxshi bajarib qilmasak bo'lmaydi. dedi. Bilaman. U Abdullah yangiliginiga tandirmaydi. Shundoq, texmo qattiq qo'lliq qilishga boshlaydi. Xitoy ofitserlarni izlaydilar. Hamon oiladan kelib yana nima taqildi shu. Nihoyat ketsa jinim ketar. Hamini bir o'lim. Men baribir yashaydiganni yashab bo'ldim. Ağaçayım tasdiqlagandek hazrat bilan beshini langishdi. Turkistonlik beg yuqori ovozda Mustafa Murod. deb chaqirdi. Labay begim, darhol ichkariga kirib, yerga qarab turdim. Mustafa, duvat qalam tayyorla. deb buyurdi. Baja keltirishim bilan begimiz o'ltirib, Xitoy ofiseriga xat yozishga tutish qildi. Maktubga munolar yozilgan edi. Ey Zafar Quchqon qo'mondan, janobingizning orzusi tamoman fiqrning tish batmaydigan bir ishdir. Chunki dinimiz buningga yo'l qo'ymaydi. Buning ustiga qizimmi hozir to'y qilishni xohlamaydi ekan. Janobingizni aqidamga bo'lgan sadoqatimni to'g'ri tushundi deb o'ylayman va ishonamanki, Esilzodi bir Xitoy qo'shnisining diniy e'tiqodiga sil qaraydigan, urf-odatini inkor qilib, qoida usullarini ko'zga ilmaydigan ishni qilmas. Shundaqla bu voqea Xitoy kattalarining va g'olib armiyasining diqqatini tortib ketmas. Bundoq arzimas bir ish bütün shaharlarni moddiy va siyosiy jihatdan qo'lga tutib turgan sizlarga ziyon yetkazolmadi. Qo'rqinchim shuki, bu qaroringizni ching turish Turkiston va Xitoy xalqlari orasidagi tarixiy munosabatni buzg'usi ig'ir oqibatlarga sabab bo'lib qolmag'ay. Mabodo Turkistonlik qizlarni Xitoylar bilan to'y qilishga zo'rlaydigan bu qonunni obdan ko'zdan kechiradigan bo'lsak, ig'ir xatolik va xavfga yo'l qo'yilganligini ko'rib olamiz. Bundaq deyish orqali asla sizga tahdid silish niyatida emasman. Maqsadim aniq. Do'stlikning o'rnatilishi va butun yurt davasida osoyishlik barpo qilinishi uchun bu intayin muhim va keraklidir. Iroda va qarorlaringizni qayta ko'zdan kechirishingizni umid qilaman. Shundala xatarni texmi aniq ko'ra oladiganligingizga ishonchim komil. Salom va yaxshi niyatim bilan Qumul Beglardan 1930-yil dekabr. Xabarlar paxalliq toshqan uchqundek tez suratda qasrning qilin tomlaridan olqib, shaharning bulung puchqoqlariga yeyildi. Ayollar uylarda mushu haqda pishirilishadi. Erlar g'amga patgan holda kelib chiqqisi ayonchilik oqibatini kutib o'tadi.
Zemin mustamlikasi qutulish fursati kelguchilar davomlashadigan vaqtlik bir ish edi. Lekin bu zemin ustidagi kishilarning xususiy ishlariga bu darajada aralashish, ar-nomus, izzat sharaflarga qo'l so'lish bo'lsa, xatarlik oqibatlarini keltirib chiqargan ish edi. Xitoy qo'mondan Begning xatini qo'limdan elib o'qibla, chiroylari o'zgarib ketdi. Maktubni g'azab bilan purlab yerga etib, ustiga tukiribdi va men qarab, Begimga yetkaz, kichik bo'lib ahmoq etsin. Bu qonunga ulug' deyatimiz so'nggi qonunlari, yer yuzida uning qonunlarini amaldan qoldiradigan hech qanday kuch yo'q. deb vaqiradi. Shu kechasi Begimiz zindonga tashlandi. Shahar texi tungilli urushda shahid bo'lganlarga yig'ilganidek bu voqeaga yig'ildi. Ko'p qism avom xalq bu voqeadan keyin tushundiki, Xitoylarning hujum va mustamlikasi hargizmi nuqul oldi zamin islohsi bo'lmasdan, ularning texmi xatarlik g'arazlari bor edi. O'xshash ishlar o'xshamagan shakllarda kommunist ruslarning ishg'oli ostida qolgan G'arbiy Turkistondami yuz beryotdi. Bu voqealardan keyin Turkistonlik yosh qizlar Xitoy askarlarining va bu yerga yerlashish uchun kelgan Xitoy aqllarining qo'liga o'lja bo'lib tushib qolmaslik uchun o'zlarini amriga oladigan musulmon erlarni izlashga boshladi. Bu asnoda mening beshimdan bir ish o'tdi. Bir yilning yoqi qasrda xizmatchilik qiladigan bir qizni yoqtirib qolgan edim. Lekin u mendan o'zini qochirib, to'y taklifimni rad qilib kelyotdi. Ko'zi yuqori mansabdagilarda edi. Men bo'lsam, odam oyoq uzilmas qasrdagi oddiy bir qo'g'diqchi edim. Bek zindonband qilingandan keyin ko'z yoshlari yomg'irdak to'kilgan holda yana bo'yilib kelib, yolvorishga boshladi. Mana men keldim, meni amringga ol. Sendan o'tinay. Begning holi meni qayg'u alamga patqizgan bo'lib, dunyo va uning ichidagilardan so'plab ketgan edim. Shunga yuziga zarda bilan qarab vaqirdim. Ko'zimdan ner tur cho'lpon. Balkim dilingni ranjitgandiman, lekin seni yaxshi ko'raman. Bütün xiyolim zindondagi Begda edi. Yurt cho'nglarimizning put-qo'llari zanjir kishanlari bilan bog'lanib, qullardek so'rilishini tasavvur qilish ig'ir kelyotdi. Bu men umr bo'yi unutolmaydigan bir ko'rinish bo'lsa kerak. Shundaqdimi Begimiz Xitoy gundupaylarining orasida beshitik, mag'rur turardi. Sukutida isyon, taslimiyatida shivirg'on va keskin biqishlarida qonliq nido bor edi. Ko'n mahbubam, Nimishqa xalmaysan Mustafa? Nimani kutyapsan? Xitoydan birisi kelib, meni o'lcha ilib, bo'zaq qilsa umringning oxirigacha pushaymon qilasan. Xarlangan g'ururimning uchun elayotgandek majburlangan to'yga men qarshi dedim. Hey sarang, hem arzuyun amalga oshadigan, hem meni quzadigan, hamda nomusimiz, dinimiz qo'g'dildigan ish tursa nima deb unutmaysan? Uningga qaraganimda ko'zlaridan yoshlar quyulyotdi. Yig'lama deb vaqiradim. Ishonsam, hech kimning chiroyi qarg'im kelmaydi. Nagil qarasam qon yosh. Bundaq hayot qandoq chidog'liq? Bilib ol. Begimiz zindondan chiqmoqcha o'ylanmayman. U menga yaqin kelib pichirladi. Hey ahmoq, Begning davri oyoqlashdi. Kelajagingni zavolga yuzlangan, erib ketib borgan saltanatga bog'lab qo'yma. Bilikidan tutib ittirib etdim va mana bu xiyonatning dal o'zidir cho'lpon dedim. Xato tushunib qoldim Mustafa. Men Begimizni va oilasini jinimdinmi aziz ko'raman. Lekin saqlaymiz deb fursatni qochirib qo'ysak bo'lmaydi. Buni Begimiz muxoliman bo'ladi. Uning taklifiga qiziqmagan holda u yerdan ketdim. Saroyni qayg'u bulutlari qoplab olgan edi. Og'joyim elishib qolgandek u yoqdan bu yoqqa menib yurardi. Osh taomdanmi qolgan edi. Bollari va o'roq tuqqanlari qayg'u hasratga patgan holda o'ltirishadi. Bek qizi bo'lsa qasrning qilin gilimlar bilan bezalgan yasadoq ayvonida turib o'z-o'ziga To'yga ma'qul deb berib o'ltirvasan-chi? da'vatadi. Uning bu gapiga hech kim quloq solmaydi. Lekin o'zi bu xayolini qayt-qayt o'ylayverib, texmi beyitib, filallab to'xtamaydi. Og'joyim farosatli ayol edi. U oxiri qizini mo'risini tutib o'ziga qaratib, "Ishlar sen o'ylagandan jiq murakkab bo'tam." dedi. Ertasi Qumul shahri odamni seskandiradigan ko'rinishlarga alam va g'azab tutulib teshib boshladi. Turkistonlik qizlar Xitoy askar va oqqullar bilan to'y qilishlari uchun yo'llarda so'rilib elib minayotdi. Qarshi chiqqan dadalar o'shining ketkichi qamchilanatdi yoki miltiqning paynaklari bilan boshlari yerilib tashlanatdi. Obro'yliq oilalarning hammasi uylarini tashlab shahar sirtiga qochishga boshladi. Qarong'u tushguncha tog'larga yoshinib olishni yoki osmoni kengri cho'llarga tarqalib bo'lsa-mu, qanoqlanishni o'ylashatdi. Kunlar hasrat ichida o'tib o'tdi. Shahrimizda Xo'janiyoz hoji otliq bir mashhur zot bor edi.
O'zi hammaga tanilgan fikr arbobi va qahramon edi. Davosiga bo'lgan sodiqligimi hammaylanga tunishliq edi. Nima qilarini bilolmay gangrab qolgan nurg'un qumulliqlar uning yeniga berishga boshladi. Yuz bergan voqealar haqida uning fikrini anglab, maslahat olmoqchi bo'lishatdi. Ziyoratga kelgan mehmonlarga Xo'janiyaz hoji mundaq dedi. Muvaffaqiyatga yetishning yo'lini bilasizlar. Sabr, chidam, qarshilik va adoqatga jihad qilish. Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallamning bizga omonat qilganidan yana go'zal va to'g'riroq bir yo'l yo'qdir. Temirga faqat temir bilan taqobil to'g'ri bo'ladi. Bilaman va ishonamanki, Allohning diniga ishonmaydigan, Allohni inkor qiluvchi bu kofir millatning yetkichib nafas olib yurgan bilan o'liklardan farqi yo'q. Dushmanning qilgan etganlarini ko'rmay, o'zimizning zo'run, betarvoqi va tasmiyatchilikni tashlab, shalib jihad marosimini qo'lga olaylik. Aman bir kuni her canlılarına o'xshash o'lamiz bo'l. Endi sen nima uchun zafer va shahodat yo'lini tanlamaymiz? Nimishqa Xitoy qanchalarini taraslashlariga quloq yopirib yuramiz? O'ylab baqdinglarmi? Zulmning dahshati kunsiri kuchayotdi. To'rt atrofdan noli faryodlar uzilmaydi. Qamchilar yalang'och badallarni qanib bo'yashdan hech to'xtamaydi. Qizlar Xitoylar e'lon qilgan qonun bo'yicha Xitoy harbiy gazarmalariga yig'inishlik yo'sinda so'rilib menglayotdi. Musulmon erkaklar qo'lidan biror ish kelmaganligining tangligi, xijolati va achchiqida puchlanadi. Xitoylar bo'lsa o'yin tomosha va kulgi chaqchaq bilan aldirash. Ayollarning badanini xuddi chaharpay setib olgandek hayvonlarcha tutib, siylab puxurlik qilishadi. Qumul qaynayotgan qozonga o'xshab qolgan bo'lib, xalqning o'chmanligi ichiga sig'mayotdi. Shaharning katta beglaridan biri zindonni yolg'iz alam chekayotdi. Men Mustafa Murad. Allohning ojiz bir quli bo'lishim bilan qo'limdan nima ish kelar deb o'yib batgan edim. Yurtimizning oqsoqoli Xo'janiyaz menga Mustafa, turmaga bor va bakka zindondan chiqishning bir yo'lini qilishni aytdim, dedi. Haqiqat aslida talash tortishsiz darajada ro'shan va keskindir. Lekin nafsoniy istaklarga g'arq bo'lib ketish insonlarga haqni batil, batilni bo'lsa haq qilib ko'rsatadi. Qasr palvonlaridan biri bo'lishimga qaramay, qalbim nihoyat nozik, hissiyatchan biri edim. Kichikgina yomonlikmi ko'nglimni og'ritib, g'azab uchqunlarini chachirata olaydi. Masxara qilinib qoldimmi? Bo'ldi. Bu g'azab uchqun bitib qolmasdan butun vujudimni lavildab yondirib o'tadi. Möhrt kelsa, tunugun teximini söyləyirğanlıqını aytqan, onundan burun bolsa, bana məsxərlik baxırğan o güzel qızmı müstəsna emas idi. Yüz bergen facialar onun meydanını özgertibdi. Acaba göz qarşını özgertəlgən нәрsə his duyğularını özgertkenmidi? Rastını aytsam bilmeydim. Dünya astın üstün bo'lib ketgan edi. Qumulda hiç iş öz yolida yürmeydi. Xitoylar qizlarimiz bilan to'y qilishni tamoman yo'lliq va qonunliq deb qarashatdi. Dalillari shu qadar bema'ni ediki, butun insonlar qarindosh emish. Din degan ularcha ilohlarning ishi emish. Ular atalmish insoniy qarindoshlik o'rnatadi. Ular bizni mag'lub qildi emasmi? Qizlarimizni mol padlarni olgandek sur to'qay qilib olmay, qonunlarning soyasida elishi ularcha bizga qilingan iltifotmish. Halbuki biz Türkistonliklarning qarshi bo'lganda, ularning bu qilganlari to'limi haddidan oshgan zulm edi. Agar Xitoylar Allohning hukmini davomli ko'zga ilmoversa, bizni adoqqicha elishib, jon berish kutib turardi. Ming afsus. Jang oxiri bizning mag'lubiyatimiz bilan oxirlashdi. Xitoy qo'mondan bagni qattiq zindondan elib olgan bo'lsa-mu, ba'zi odamlar bilan ko'rishishga yo'l qo'yatdi. Sababi kelganlarning amal qilib bagni to'yga ko'ndirishini umid qiladi. Bag bo'lsa zindondagi kunlarini etkapda o'ltirib, namoz o'qish va tafakkur qilish bilan o'tkazadi. Falakning tajliq qasrdan qafasga tushilishi, buyruq qilg'uchidan buyruq olg'uchiga aylanib qilishi bakka alam qiladi. Uning ustiga buyruqlarni kimda oladi? Allohni va Rasulini tanimaydigan bir qari kofirdan. Agar mendan mag'lub bo'lgan hukmdorlarning alaqat so'rasangiz, ularning ko'zlaridan asonlikcha yosh chiqmaydi, balki dardini qalblari ko'mitadi. Bu dard
qayg'u qalbida texim kuchayib, o't elib yenib, lavuldab, yalqinlashqa boshlaydi. Begning yoniga borganimda ko'z oldimdagi manzaradan butun vujudimga titrak olishib ketgan edi. Nima gaplar Mustafa? O'zlar bo'lmaslar, biz hech nima ekanmiz bugun. Bundaq dema Mustafa. Sizlar degan azamatlar, bumi Allohning hikmati. Shu azamatlar o'zlarini aralarida ko'rishni xohlaydi ekan, xo'jam. Qandoq? Menga hayronlik va taajjub bilan qarab qoldi. Menga Xo'janiyaz aka shundoq dedi, dedim. Nima dedi? Beg zindondan chiqish kerak, dedi. Beg hasratli kulib qo'ydi. Ostini qamanlab, qanti bo'g'ishlangan lachin misoli ko'zlarini bo'shliqqa tikib qarab qoldi. Mushtini bir igiz ko'tarib o'tib, alam bilan Qo'limda zindonning ochiqchi yo'q-da, dedi. Tomlari kesakdan begin. Beg yana achchiq kulib ketdi. Yolg'iz janimga qandoq o'ray bu tomlarni? Xo'janiyaz hoji o'zlariga zindonning ishkini ochadigan ochiqchi yoki tomlarni o'raydigan kuch-quvvatlari bo'lmasa, qanotlarida ko'tarib sirtqa olib chiqadigan aqllari borligini aytib qo'yishini topilgan edi, dedim. Beg birdan o'ylanib turib qoldi. Ondan men qarab, Bo'ladi. Sen berib Xo'janiyaz hojiga beg aytilgan bo'ldi deb yetkizgin, dedi. Beg rostchil odam edi. Hech qachon meni aldab qo'ymaydi. Shunga oldirab tunab sirtqa chapdim va xabar etish uchun Xo'janiyaz hojini izlab yurib ketdim. Bir azoddan keyin uni shahar sirtidan topdim. Yenidagi bir to'p kishilarning ba'zilari namoz o'qib, ba'zilari qiroat qilib, yana ba'zilari paranglashib o'tirardi. Mening yetkizgan xush xabarimdan ko'pchilik jallanib ketishdi. Xo'janiyaz hojining qarashlari keskinlashdi, ammo andishik to'lgan edi. Qo'llarini havoga ko'tarib past ovozda, bizni mag'firat qilgan Allohim, bizga nusrat ato qilgin, dedi. Ondan jamoatga burilib, hayot tajribalarini so'zlab berishga boshladi. Bunda xatarlik va cho'ng voqealarda tartibsizlik bilan ishni hal qilg'ili bo'lmaydi. Qo'lma-qo'l mo'rini mo'riga terib tirishish va raulus plan bilanla hal qilg'ili bo'ladi. Sulik sala bilan qat'iy ishimiz bo'lmasligi lozim. Chunki g'oliblar hech qachon mag'lublarga madh qilgan emas. Barcha pes va arzimas ishlarni yengilganlarning patanga ortidi. Ma'sum xalqimiz Turkiston xalqi ikki do'zaxning o'tirisida qisilib qoldi. U yoqda Qizil Rossiya, bu yoqda nejis Xitoy. To'rt atrofimiz zaharlik neshamshar, miltiq, zambilbirik, o't yolqinlari, fitna fasod bilan qo'rshalgan. Buni qilayotganlarga buyruq Iroqlardan keladi. Men dunyodagi xristian missionerlarni obdan bilaman. Ular biz ojizlashgan hamon fursatdan foydalanib ustimizga tashlandi. Milliy fojialarni keltirib chiqardi. Ular bizni islomdan chiqarish uchun vasitib o'tirmaydi. Tushundinglarmi? Shunga ular askar va saqchilarga qizlarimizni o'zlari bilan to'y qilishga zo'rlash buyrug'i beryapti. Ularning niyati ayollarga ega bo'lish emas, bizni tamoman yo'q qilish. Bor kuchi bilan aramizga yava ko'z qarashlarni terish. Ular bizning e'tiqod, urf-odat va an'analarimizni dafsanda qilmoqchi. Birdan-bir chiqish yo'limiz qo'limizdagi Qur'on Karimga hech qachon adashmaydigan yagona yo'l ko'rsatkichimizga ergashish. Uning atrofiga uyushish va o'zaro mahkam yopishishdir. Tushunishlikmi? Mana bular bizning asrlardan beri mustaqillik va hurligimizni saqlayishimizdagi birdan-bir sababdir. Zindondan qilingan bek oqibatining o'lim ekanligini biladi. Biz o'lim degan so'zni og'zimizdan bek asalli chiqaramiz yoki qalbimizda azroqni qo'rqinch, tinimizda shirkinish his qilmayli yozamiz. Bek o'limning bo'sog'isiga kelib qoldi. Halbuki o'limni kutib olish uncha oson emas. Kishi o'lgan chaqda amalga oshira olmagan shirin xayollarini tashlab ketadi. Ba'zilar tehi so'lishga ulgurmagan, hayoti kuchga to'lgan yoshlik bahori bilan vidolashadi. İnsan o'layotgan chaqda ubarsiz bolasining ko'zlaridagi eng go'zal qasidalarni o'qiydi. O'zi yaxshi ko'radigan kishilarga qaraydi. Ondan o'zining endi his tuyg'udan asar bo'lmagan bir qorong'u ko'rib ketib qolganligi va u yerda minglarcha yillab bechoralar yetib qolishi mumkinligini tasavvur qiladi. Atrofda dunyoni larzaga soladigan voqealar yuz bersimi, o'lik bunga qatnasha olmaydi. Balalar sho'x kulishidi. Mahbubalar tabassum qilishidi. Bog'chilar g'azonga to'ladi, tog'utlar
yurt vatanlarga besib kirishib, ishg'ol qiladi, talon-taroj qiladi va musulmon qizlarni to'y qilishga zo'rlab, so'rab mangadi. Lekin u bek yetti ketman to'pining ostida chirg'an ko'takka o'xshash yotqoladi. O'lim dahshatli emasmikan? Beg Xitoy ofiseriga jiddiy maktub yozdi. Xatida uni ranjitganlik uchun kechirim so'radi. Masala haqida qanday qilsa yaxshi va foydali natija chiqadigan yo'sinda qayta o'ylanadiganligiga va'da berdi va uning bilan ko'rish talabini o'ttirib qo'ydi. Xitoy ofitser kulimsirab ko'zlarini yumdi. Begning go'zal qizini, to'y kechisini va o'zini mas qiladigan xushallikni xayol qilyotdi. Bu vaqtda u o'zini nihoyat qudratlikdek, hech kim o'ziga osiylik qilishga jur'at qila olmaydigandek his qilmoqda edi. Bu doim har qanday kuchli holatni yumshatadigan tuyg'u bo'lib, bu daqiqalarda u g'ilpal qilib o'tib ketadigan bo'lsa-mu, insoniyatga ich og'ritish va shafqat nazari bilan qarab qoladi. Bu shafqat qudrat, ustunlik va mag'rurlikning aksi bo'lgan shafqatdir. Andın ofitser: "Begni o'zirimga aytinglar, qani anglab boqayli, nima demoqchi ekan?" dedi. Beg kelib o'tib o'yga patgan edi. "Suyingin ey beg, qayg'urma. Tutqunlaringdagi zanjirlik shallar yoki atrofingni qorshab turgan o'zi pas, ammo xo'rga ustun Xitoylar sana hech qanday xavf elib kelmaydi. Shatlan ey beg. Ko'zlaringni yumib ol. Yumib olsang seni cho'kirib ahmoqlarni ulug'laydigan chakinliqlarni va kibrli qarashlarni ko'rmaysan. Har qadamingni diqqat bilan ol. Quloqlaringni yopirib ol. Yopirib olsang paskashlarning biljildoshlarini anglamaysan. Xayrli sahar ofitser." "Merhaba beg janoblari." Beg nihoyat tamkinonda o'tirdi. Xitoy ofitser zaldagi odamlarni chiqib ketishga buyurdi. Ikkisi xoli qilgan chaqda beg bo'sh ovozda: "Bundoq bir ishni zo'rlik bilan hal qilib bo'lmaydi", dedi. Xitoy ofitser: "Meni siz shunday qilishga majburladingiz. Qizingiz bilan o'ynashimga unamadingiz emasmi?" "O'tir do'stim, bu ishni chiroyli hal qilishning yo'li bor." "Qanday yo'l deysiz?" "Mening bir o'yim bor." "Xo'sh." Beg o'z fikrini o'ttirib qo'ydi. Bu fikr Begning qo'yib berilishini cho'rida etdi. Shundoq bo'lganda Beg shariat ulamolarini yig'ib, bu haqda muzokaralashish va qadimiy kitoblardan dalil aqtirish orqali bundoq nikohni mubah qiladigan fatvoni izdiyalaydi. Agar u ulamolarning imzosi qo'yilib, muhr bosilgan mushundaq bir fatvo chiqarg'iza olsa, masala hal bo'ladi. Tinchlik o'rnab, hammaydan baxt saodatga cho'madi. Xitoy ofitser miyqida kulib, qo'lidagi qadahni o'ynatib turib pichirdi. "Qarasam, biz borgan sari yiqilishyapmiz. Oramizdagi hang kichiklayotdi. Ishonsangiz, sizning beglik martabangizni saqlab qola olmayman. Buningga kuchim yetadi, tepim o'tadi." Ondan Xitoy ofitser qaqahlab kulib ketdi. Beg sel tinchirkangan holda: "Qaraganda da xush bo'lganda qilsiz", dedi. "Beklar xushomman degan. Har qatim bek qizining quchqinda turganligini, uning menga umoq budruq bolalarni tug'ib berganligini tasavvur qilsam, shodlikdan xudimni yo'qday deb qolaman. Endi biz baxtli bir oila bo'lamiz. Bundan keyin aramizda yangicha yoki yengilguchi mavjud emas." Bu insonparvarlik va qarindoshlik to'g'ri o'rni olgan ahmoq nejislarning o'zining qilmishlarini yushirgan tashabbusdir xolos. "Qarg'ishtekkur. Qizim seni quchqinga ha, tushakapsan. Yerginganimdan qusutay deb qoldim. Bechora qizim agar mushu hayvonning panjalari orasiga tushib qolsa, nima bo'lib ketar? Shu nozikkina mushu maxluqning tedqiqsiz gaplarini anglab o'tirarmi? Mushu yiritquchidan o'tirib qopamdi. Qanday mumkin bo'lsin? Inson degan go'sht, qon, badan, rangdan iborat emas. Inson degan tafakkur qiluvchidir, e'tiqod egasidir. Bir kishi ishinib ulug'laydigan narsalar mening u kishini qadrlab yaxshi ko'rish yoki nafratni o'z ko'rishimni belgilaydigan o'lchamdir. Chunki fikr go'sht va so'nggi sevgi, qimmat va ulug'lar ma'nolar baxsh etadi. Fikr yalamaç haykal misoli badanni yo'gaydi. Onun libosi kiydiradi. Uni kishiga yoqadigan tabassum va ko'ngil suv ichigan suhbatga qodir qiladi. Qisqasi, fikr badanni inson qiladi. Beg xayol dunyosida o'z-o'ziga shu so'zlarni qilayotganida Xitoy ofitser so'rab qoldi. "Beg janoblari, sizcha Xitoylar bilan Turkistonliklarning farqi bormi?" "Osmon zamin farqi bor." Ofitser buni anglab cho'chgunicha darhol burilib qarab: "Farqi nima?" dedi. "Xitoylar g'olib."
Xitoy ofitser qaqaqlab kulib tashladi. Buni kim bilmaydi? Biz har doim g'alaba qilamiz. Uzun va shonli tariximiz zafarlar bilan to'lgan. Afyun urushini olganiga nimdigülük? Dedi bek. Xitoy ofitserining chiroyi o'zgarib ketdi. Ondan o'zini azroq o'ngshib olib, Mustamlika bizning milliy xarakterimizni yo'q qilib o'tolmadi. dedi. Birdan sukutdan keyin yana mundoq deb qo'shib qo'ydi. Bilsangiz kerak, olimlar bizni ustun xususiyatlarga boy millat deb qaraydi. Qandaqsiga? Xitoy ofitser bek tarafga burilib, astoydillik bilan tushuntirishga boshladi. Irsiyat olimlarining bayqishicha, agar bir Xitoy boshqa bir millatdan, masalan, Yevropalik bir ayol bilan to'y qilsa, tug'ilgan bolalari Xitoyga mos aloyiqlarga ega tug'ilarmish. Buning sababi Xitoylarning genlarining nihoyat kuchli ekanligidanmish. Bundaq saviyasiz mamadonlikdan bezgan bek Xitoy ofitserga Gen degeni nima ekan? deb savol qo'ydi. Tangay, bilmayman, taqsir. Ashundaq deyishir ekan bu. Voy xudoyim, endi sen qizlaringlar va bolalaringlarni nima ishga sotgan bo'laytinglar? O degan afat va yo'qsizlik vaqtlari edi. Menga u qarkunlarni eslatmang. Xitoy ofitserining abdi birdan qaradab ketdi. Nursiz talatida ochiq alamning izlari ochiq oshkora ko'rinishga boshladi. Birdan qetib qolgandek turgandan keyin chabdas qadamlar bilan kichik qaznaqqa kirib ketdi. Ayol o'tmay bir shisha aroqni ko'tarib chiqib, talvalarcha ichishga va o'zini qachotlab, bosh oxiri yo'q, g'azab aralash vaqirashga boshladi. Uni yillarcha izladim. Kimni deysiz? Singlimni. Urushda yo'qolib ketganmidi? Uni Afyon urushi mezgilida bulab ketishdi. Ba'zi bo'lmug'urlar, ahmoqlar onamning bizni to'yg'izish uchun singlimni sekayotganligini jo'ylab yurishdi. Lekin men ishonmayman. Yolg'on, hammasi yolg'on. Beg o'rnidan dastur. Qayg'urmang, ofitser. O'rmonlar bilan ko'rishgandan keyin sizni xush qilgan xabar elib kelaman. Endi chiqib ketsam bo'lamdi? dedi. Xitoy ofitserining yuziga qon yugurdi. Qadahni siqimdab turib, Azod bo'ldingiz, bek janoblari. Chiqib kelsangiz bo'ladi. To'y kechasida toza ichimiz, naqshi yetib usul o'ynaymiz. Ayollar bilan ko'nglimizni ochamiz. Qani qarab boqayli, qaysi millatning sifatlari g'olib keldikin. Mashriqda va mag'ribda urush qildim, doim yonib keldim. Ün degan arzimas bir narsa. U haqda ko'p o'ylanib boqmadim. Shunga ancha qo'rqib ketmayman. Men qitimlab o'lim girdog'iga berib yongandiman. Mana yanada g'alb quchib oldingizda turibman. Qumul mening ilkimga o'tdi. Bütün xushalliqim g'olibiyatimning fayzini surishdir. Uningdan boshqasi bir tiyin. Sizlar jannat, jahannam haqida bak ko'p o'ylab ketgansizlar. Chunki bular haqiqat. Qandoq deysiz? Alayliq, siz hozir liq to'lgan qadahni tutib turyapsiz. Xo'sh, Sizning bu qadahdan olgan zavqingiz, topgan huzuringiz nerede? zavq va huzur Zavq va huzur nerede? bular moddiy bir narsa bo'lmasa, bu haqda Markes, Ingliz va Leninlarning kitoblarida biror narsa o'qimadim. Zavq va huzur haqida hech nima yozmabdi. Chunki modda emas bular. Lekin uni his qilasiz. Shunda bo'lmasa ich nima qilay? Demak, u mavjud. Albatta, shubhasiz. Shu huzurni tutib baqdingizmi? Sizmi, menmi uni tutolmaymiz. Bu mumkin emas. beg pichirlagandek past ovozda, Zavq va huzurning eng ulug'i Allohning jannatidadir. Ofitser, biz undan haroq sharafsiz bahramnimiz. beg tutqun qilingan vaqtdagidan butunlay farqli bir kayfiyat bilan qaytib keldi. Chiroyida begritin asar ko'rinmaydi. Kimxob to'llarga o'rangan qo'g'duvchilari, atrofni qo'rshigan qasr darvozalari uning sharqiga dog'dam echilgan yurt ayollari ziyorat kelishga boshlagan edi. Xizmatkorlarning kiyimlari bir-biridan esil, ko'z qamashtiradi. Lekin begimiz dili sunuq, perishon oldi edi. Bir chog'da men tarafga sayl yangishib turib, Mustafa, sence bey bo'lish degan nima deganlik? deb so'radi. Savolning tagiga yetolmay, nima deyishimni bilolmadim. Tilim bog'lanib qolgandek. Og'zimdan bir og'iz gapni chiqmayotdi. Gap qilsangchi, hay ahmoq, dedi u zarda bilan. Kekashlab turib javob berdim. Itoat o'zlariga. Atroflarda shuncha ko'p xizmatkor parvona. Tilim kalvalishib boradi. Beg ochiq kulib qo'ydi. Ondan bey deganim o'z-o'zidan rozi bo'lgan har insondir. men sukut bilan saqlab turardim.
Gepiga afsuslangan ravishda davom qildi. Ammo mening hurlikim qani? Dushman bizning tuproqlarimizni fasodchilikqa to'ldirib, sharafimizni dastlab chaylab olsa, men qandoqmi o'zimdan rozi bo'la olmayman? Uning ustiga sharafimizni patqoqqa milab, bir tiyinga oluvsiz qilib etdik. Ey Mustafa, dinimiz shon sharafimizdir. Men o'zimdan qandoqmi rozi bo'lay? Ondan uduldagi aran ko'z yetkidek yiroq tog' cho'qqinlarini ishorat qildi. Shu ko'rinayotgan tog' cho'qqinlarda qahramon podsholar yashaydi. Dushman ularni qahr g'azabga qo'ya olmadi. Ayollarga qo'l so'za olmadi. Ular qo'y o'chkinlarini sevib ichib, yonidan yeb egirib, xotirjam holda Allohga ibodat qilib yashaydi. Ular Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaydi. Mana shular toj yo'q shahlar, taxti yo'q sultonlardir. Menmi ashundaq bo'lishni orzu qilaman, ey Mustafa. Ular sizning fuqarolaringizdir degan. Qul deganning fuqarosi bo'lmaydi, Mustafa. Qullar bo'yinturuq va xorliqdan boshqani bilmaydi. Bek qasrga nihoyat perishon holda kirib keldi. Bola chaqalari atrofiga o'lashdi. Undan keyin o'limalar va har soha yurtjonlari top-top bo'lib uning ziyoratiga keldi. Shu kuni kechda unutilmas tarixiy yig'ilish o'tkazildi. Ishtirokchilarning ichida Xo'janiyaz hojim bor edi. Cho'nglarning boshlari g'am qayg'u, iztirobdan sanglab ketgan edi. Bek, Azbatlar, ner yiqilgan bo'lsak, shu yerdan dast turishimiz kerak. Qandoq qilib? Bek Xo'janiyaz hojining bu savoliga javoban mundoq dedi. Beglik, ulug'liq to'llarimizni silib o'tib, yilqi pada boqadigan cho'pon hotimizga qaytamiz. Ondan urushni qaytadan boshlaymiz. Bu yo'lda o'lsak, biz uchun sharaf. Hayot qolsak, ana shu chog'da xalqqa o'zimizni beg deyalaymiz. Mag'lub bo'luvchining beg tugul, poshshoq bo'lishimi to'g'ri emas. Mag'lublarning odam bosh ko'rishi masxara xolos. Biz o'zimizni beg deb yurimiz. Bir kofir Xitoy bizga jo'ruqchilik qiladi. Buning o'zi bechorlik va yaramazlik bo'lmay nima? Xo'janiyaz hoji qasrni qoplab olgan umidsizlik tumanlarini tarqitib etmoqchi bo'lib, yuqori ovozda: Bek janoblari, oqsoqollar, Xitoy ofiserining talabiga qo'shilishimiz lozim, dedi. Uning bu gapi o'ltirganlar orasida g'ulg'ul qo'zib etdi. Qattiq e'tirozlar ko'tarilishga boshladi. Lekin bek tamkin kulimsirab turib: Men Xo'janiyazning fikriga qo'shilaman. Qaval Xitoy suyunli qizi bilan uylanadi. To'y murosimi bu qasrda o'tkaziladi. Mushunda qilish orqali Qumul xalqining aziz jonlarini qutqizamiz. Qumulning hech kimni saq qo'ymaydigan qushxonaga aylanib ketishining oldini olamiz. O'limalardan biri nido qildi: "Alloh o'zing bor." Bek qaytirib: "Alloh biz bilan billa, bizni hargiz xor qilmaydi", dedi. "Biz shariatni oyoq osti qilib olsak, Alloh qandoq bizni xor qilmasin?" Fikrlashlar, kusurlashlar avj oldi. Yig'in ahli past ovozda talash tortishga tushgan edi. Birdan Begning, birdan Xo'janiyaz hojining yana qator etdi. Ularning og'izlari midirlab, qo'llarining ishorat qilgani, ko'zlarining hayronlik va hushyorlik bilan goh qisilib, goh baqirab ketganilar ko'rinadi. Ertasi Xitoy ofiseriga bir maktub elib bordi. Maktubda Begning o'z qizini Xitoyga berishga rozi bo'lganligi, to'y marosimining Beg qasrida o'tkazilganligi yozilgan edi. Ziyofatga butun cho'ng-kichik Xitoy boshliq va qo'mondonlar taklif qilingan edi. Xitoy ofitser xabarni ko'rib, xushalligidan qo'lini yo'qotay dedi. Diniy to'salg'ular bo'silgan edi. Qumul xalqining noroziligi va g'azabi amdilikda Beg va ulamolarga to'g'rilandi. Kichik qo'zg'olonchi jamoatlarmi shakllanib ulgurdi. Ba'zi jamoatlar ulamolarning fatvosi Begning taslimiyatiga norozilikni ochiq-oshkor ifoda qilishga boshladi. Xitoy askarlari ularni qurol kuchi bilan to'sib qolmoqchi bo'lishdi. Lekin begimizning sharti bo'yicha murosimni sog'-salomat tugatib olguncha yerliklardan hech kimga ziyon zahmat yetmasligi kerak edi. Ish o'tsa, xalqmi amal yo'q qabul qiladi. Bosh egatdi. Oxiri to'plangan olomon har xil va'dalar bilan tarqitildi. U kecha qumulni qoplagan zulmat va bu bo'lg'uliqlar g'ururliq erkaklarga har kelyotdi. Dal shu zulmatlik kechida qasrda ajoyib bir voqea yuz berdi. Begning qizi dadasining yoniga kelib: Uningga tegmayman dada, qandaqmi sizlarga itoat qilish badaliga Allohga osiylik qilay. Alloh mendimmi va sizlardimmi azizdir, dedi. Alloh o'zlarining mushunda qilishlarini xohlaydi qizim. Alloh faqat xayrli ishlarni xohlaydi. Xayrli ishlab o'ylaganimizning xayrlik bo'lishini kutamiz. Qiz esa degenicha:
Senden ada juda boldum, Qaysırdınmı ada juda boldum, meni ketkili qo'y. dedi. Beg qizining oltindek sarı saçlarını silib turib, Çil böğürlerinin arasından qandaq chiqib keturlar? dedi. Qiz o'zini ichkirki uyga otdi. Kishining qalbini laxt-laxt qilib yig'layotdi. O'zi bir kichik hujraga bikinib olgan bo'lib, onasining Ishkni ochqin qizim. deb yolvurishlariga parvo qilmaydi. Ana ansirab ishik yo'chqidan marilgan edi, qizining qo'lida xanjar tutib, Allohga iltijo qilayotgandek osmon qaravotganligini ko'rib qoldi va darhol qizining dadasiga xabar qildi. Dada ishikni bor kuchi bilan ittirib boshladi, xanjar qizining ko'ksiga petishdan burun uni to'xtatib olishga ulgurdi. Xitoy ofitser boshchiligidagi harbiy orkestr, o't purgaydigan serikchilar va xitoycha usul o'ynaydigan san'atchilardan shakllangan bir to'p Xitoy yetib keldi. Halbuki bechora qumul xalqi shaharning qalbidan barg'ansir yiroqlashyotdi. Yolg'iz daraxtlarning daldallarida, eriq o'stan bo'ylarida Allohga yalvorib sajda qilib duo qilishyotdi. Ba'zi so'pilar ko'ni mazar g'ojamlarda, texnik chiroqlari sundirilib o'chirilishga ulgurmagan qadimiy masjid xonaqolarda soqollarini ko'z yoshlari bilan yuyayotdi. Baq qasrini bundaq baxsaodatlik oldi ko'rish meni hayron qoldirdi. Begning tog'dan keladigan bir jamoati bo'lib, har qatim muhim faoliyatlarda ularni jazman taklif qiladi. Ular ko'rinishda beglik hayotini oshirish uchun keladi. Amaliyotda beg birer öktüşünün ahmaklık qilib ziyofatni fojiaga aylantirib qo'yishidan ansiraydi. Shunga bu tog'liq balvallarni qasrning taraf-taraflariga o'rinlashtirib, yuksak intizom bilan kirib chiqishni qattiq ta'qib qilish haqida buyruq bergan edi. Xitoy ofitser Xitoy va Turkistonliklarning do'stligi uchun deb ichiverdi. Hatto masjiddan dardangishib qoluvchi ishdi va so'zlashga boshladi. Kona urf-odatlarining bo'yinturuqidan qutulgan chig'imizda zamonaviy insonlarga aylanamiz. Zamonaviy insonning ilohi dal o'z nafsidir. Uningga osmon ilohiy hukmronlik qilolmaydi. Ko'rinmas quvvat uni qo'rqitolmaydi. Odam menga faloni ishni qilma, tangni ko'chirmaydi degan chaqlarda men qiniken shu tangni deydim. Onam ko'zlari yashangan holda osmonni yoki boshqa bir tarafni yoki bo'lmasa biror butni ko'rsatdi. Men qaqoqlab kulib ketdim va ko'nglim xush bo'lgan ishni qilaverdim. Onam menga xuddi men qattiq cho'ng gunoh qilayotgandek dahshat ichida qarab qolibdi. Singlim bulab ketilgandan keyin onammo o'lib ketdi. O'lar chig'ida qo'lida bir tal kichik butni ching siqimdab quchoqlab olgan edi. Onam o'lgandan keyin uyimizga barliq cho'ng kichik butlarni yig'dim va ozroq bug'doyga tegishdim. Qadrli turkistonlik do'stlar, marazdek chaplashgan kona urf-odatlarning tuganligi uchun shayli, ulug'liq, azizlikning biz o'zimizga insonlarga xos bo'lib ilohlarning yiqilganligi uchun ko'taraylik. Xo'janiya zoji puchilib ketdi. O'limalardan birining didorida qon qilindi. Yana bireylerinin tutqaq kesil tutib qalgan ekan, biz uni darhol sirtqa olib chiqdik. Qasrning to'rt tarafidan yangragan Allohu akbar sadosi anglandi. Tek bir 4-chi qatim to'nish bilan tang qilishlar yalang'ochlandi. Miltiqlar betlandi-da tayyorlik buyruq kutib turgan tog'liq palvonlar tutashtirgan jang boshlanib ketdi. Palvonlar o'g'zidan, yer tagidan, tomlardan paydo bo'ldi. Ko'zni yumib ochqicha Xitoy ofitser va birga kelgan boshqa Xitoylarning taaplari qasrning har tarafida sunayinib yetishga boshladi. To'yga kelgan butun Xitoylar yer ishlatilgan edi. Qumul qaynab ketdi. Xalq uylaridan chiqib, bechora qizlarini zindon va soqchiqonlardagi mahbuslarni ozod qilish uchun otlandi. Xitoylardan saq qolganlari yo quyruqini xato qilib tikitishga, yo qacholmay yolvorib yelinishga, hatto ba'zilari apotilib sizlanganicha sajda qilib iymon etishga boshlagan edi. Beg maydonning o'ttirida turib, yuz berayotgan ishlarga qarab, ko'zlari yashirinayotdi. Qizi yeniq keldi. Beg qizini mehri bilan quchoqlab turib, "Mana endi o'zimni beg deyalaydigan bo'ldim", dedi. Qiz hasrat bilan, Ular bizni hargiz bundaqla qo'yib etmaydi, dedi. Beg kulib qo'ydi va "Endi hayotimning oxirigacha beg bo'lib yashayman. Ya'ni Qur'onni tashlamayman. Yana bir qatim yanglishni qabul qila olmayman. Agar mag'lub bo'lgandek bo'lsak, jihad yo'lida o'ligicha erishaman. Faqat mush yo'l bilan beg yashab, beg peti o'lib, Allohning oldiga musulmon holatimda bora olmayman", dedi. To'rt atrof nurga to'ldi. Zafar bayrog'i qumulning har tarafida lapildadi.
Bayraqını begimiz götürgen, Xo'ja Niyoz hoji qo'mondonlik qilgan Pilalliq qissasining xabari nihoyat tezla atrofdagi yurtlarga tarqadi. Dinim va vatanim uchun shiddatli qissas qaynamiga o'zimni atgan biri bo'lishimga qaramay, qiziq jangning taqi boshlanmaganligini his qilmoqda edim. Xitoylar vahshiylarcha o'ch elib, yop-yeshil tuproqlarimizni qip-qizil qonga bo'yimog'icha bo'ldi qilmaydi. Hayot va mavt haqida o'ylanishga boshladim. Bu dunyoda hech nima baqiy emas tursa, Allohning huzuriga ketishdan nima qo'rqamiz? Şehitlerinin barar joyining jannat ekanligini bilib turib, o'lim maydoniga mardonlarcha ko'krak kirib, sho'ng'ib kirib ketishdan bizni nima to'sib qoladi? O'limalarimiz masjidlarda bizlarning insoniyat ichidan chiqarilgan eng yaxshi ummat ekanligimizni so'zlaydi. Halbuki bizga Xitoyning hukmron bo'lib olganiga, g'arb tarafdagi qarindoshlarimizning yurtini ruslarning ishg'ol qilganligiga qarab, o'zimizni bechora ummatdek his qilatdim. Xo'rliq ishida qolgan, putimizdagi razil kishilar qadamlarimizni ostilatgan, hurmatimiz va odimiyligimiz iymonsiz bir millat tarafidan dafsanda qilinayotgan, ornimiz ishidagi bir ummatga aylangan edik. Men keldim Mustafa. Indab kelding Cho'lpon. Sen mening hayotim, ruhimsan. Sening qilichingni o'ynatib, dushmanlarni yer ishlatgan qahramonligingni ko'rib, sen bilan ko'rishishga taqozo bo'ldim. Cho'lpon, yaxshi ko'rdiganga boshqa birini deb ol. Mening izlagan kishim dal sen Mustafa. Zulmat bosgan dahshatli kecha osmonga qaradim. Mushundoq kechalarda ko'pikka aylangan orzular va aslimlarni o'yladim. Cho'lpon, kechalar shirin, lekin haqiqatdan yiroq xayollar bilan to'lgan. Bu kecha ko'ngil berishganlarning kechasidir. Yo'q, men bu kechada qonliq elishlardan boshqa bir narsa ko'rmadim. Menga yaqinlashdi. To'nglab ketgan qo'llarimni alqinib olib turib, Keynimiz qarg'ana, rengarang xushbiroqlik gullar bilan to'lgan qasr gullik turibdi. deb pichirladi. Bu ishlar yuz berishdan burun o'ylanishni o'ylaydim. Chunki arzu qilgan boshqa armonim yo'q edi. Hozirchi Mustafa? Hozir hammaylar ko'ngil arzularini a'ta qo'yib qo'ygan vaqt, chunki jihad bor. Jihad bo'lsin bo'pti. Hem düşman bilan elishishga, hem baliq bo'lishga kuching yetadi sening. Cho'lpon, bu kecha misol zamonimiz emas. Qachon emasa? Buni Alloh biladi. Menga alamli tikilib qaradi va ovozini ko'tarib g'azab bilan: Sizlar o'zinglarni zodi kim chaqlab qoldinglar? O'zinglarcha lekminglab odam bor shu Xitoyni yengalaymiz deb o'ylab qoldinglarmi? To'yimizni qilib bu yerdan ketaylik. Ochiqqina kulib qo'ydim. Uning qo'lini siqib turib: Biz xotirjam yashalaydigan yanada sharqdan Xitoy balasi kelyotidi. G'arbdan qizil o'lim qistavotidi. Bizning boshqa tanlashimiz yo'q. Ya o'lim, ya ko'rim. Nima ko'rsak, mush yurtni ko'ramiz. O'lim kelmay turib, sening qalbing o'lib bo'pti. deb qo'lini silkib tortib oldi. Men jang uchun yashayapman. Urush hech narsani to'xtatib qo'ygani yo'q, Mustafa. Gullar bixsuridi, g'unchilar chechaklaydi. Ig'ir oyoq onalar yengiydi. Cho'ponlar tog' bag'rida naqsh to'laydi. Dehqonlar ziroat teriydi va hosil yig'idi. Senchu, kallangda urushdan boshqa narsa bormi? Bajoyiki tark dunyo bo'lib, xilvatda o'ziga butxona silib, ichiga bekinib olgan ahmoq royiblarga o'xshab qopsan. So'zlari ta'sirli edi. Samimiyat bulqining tamchilaridek illiqlikqa to'lgan hayotdek kishini eritdi. Peshonamdan ter oqayotganini his qildim. Demak, jiddiylashib, ching'ichiq nervlarim asta-asta bo'shayotdi. Ko'zlarim oy nurida go'zallik texim namoyon bo'lgan yop-yeshil tubliklarga tikilib qolgan edi. Namxo'sh, salqin havodan qanog'uch nafas oldim. Seni so'yman Cho'lpon. Amisi visolimiz qachon? Ishqilib sen o'ylagandan tez bo'ladi. Otlarning kishnashlari, arablarning taraqlishi va boshqa ovozlar anglashga boshladi. Bu yerda madirlayotgan ko'langilarni ko'rdim. Bildimki, kengash yig'ilishiga oz qolgan edi. Buningga ergishibla oldin olg'ili bo'lmaydigan shiddatli voqealarning yuz berishi muqarrar edi. Darhol bu yerdan ketgin Cho'lpon, dedim. Farishtalardek yengil qadamlari bilan qasrning yon eshig'idan chiqib, tun pardasi ichida g'oyib bo'ldi. Jismi ko'z oldimdan ketgan bo'lsa-mu, uning go'zal simasi, yeshil yoqutdek nurli ko'zlari, oq suzuk yuzi, hayot baxsh kulimsirashlari qalbimga cho'nqur o'rnab ketgan edi. Bek qasrda cho'ng bir yig'ilish o'tkazildi. Adib ulamolardan margan palvonlargacha yurt cho'nglarining hammasi qatnashgan edi. Sharqiy Turkistonga tava boshqa yurtlardanmi vakillar kelgan edi. Bek so'z boshlab: Bilishimiz kerakki, tunugunki jangdan qochqil bo'lmaydi. Chunki Qumun xalqlar emas,
Bütün Türkiston xalqi islomiy qadr-qimmatlarimizning oyoq osti qilinishiga qo'l qo'yishtirib qarab turolmaydiq. Xitoy ofitser o'zi chiqarib olgan qonunni amaldan qoldirishga urinmadi. Shunga qurolli to'qinishdan boshqa yo'l qolmadi. Ba'zilar bizning harakatimizni ahmoqlik deb ayblabdimish. Ularcha biz ishning oqibatini, xavf-xatarni hisob olmay ish tutibdimizmish. Lekin shunday qilmagan bo'lsak, taslim bo'lsak bo'ladi shu. Boshqa tanlash bormidi ya? Burunmu taslim yo'lini tanlab baqqan edik. Mana dardini hozir startayapmiz. Mag'lub bo'lg'ushining qanchalik past o'ringa tushib qolganligini ko'ryapmiz. Shunga natijasining qanday bo'lishidan qat'iy nazar ularga bizning g'azablanayotganligimizni bildirib qo'ymoqdan boshqa tanlashimiz yo'q edi. Yig'in ishtirokchilaridan biri bu voqeaning bir xatolik ekanligi to'g'risida gap qilib, Turkistonliklarda Xitoylar bilan ilishqidek quvvat yo'q. 8 million Turkistonlik qilib 400 million nüfuzlu Xitoyga taqobil tura olmaydi. Shunga Xitoyning yuqori darajalik amaldorlariga elchi avatib, tinchlik so'kit elib berishga tirishib baqsaq bo'ladi. Balkim zulmni yenikitib qolar. Dinimizga va örf odatlarimizga qarshi chiqadigan qonunlarni amaldan qoldirib qolar. Urush ularni yengilmasligimiz aniq. Shunga siyosat yo'li bilan, ya'ni so'lik yo'li bilan hal qilishimiz lozim, dedi. Bu gapni yig'indagi ba'zi sho'nglar qo'lladi. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi oliy hukmdori Jin Shuringa elchilar imkoniyat taklifini berishdi. Bu gapni anglagan Xo'ja Niyoz hoji g'azablangan holda barmoqlarini shiltib turib so'zlashga boshladi. Janoblar, agar elchi avassanlar evatga elchilarninki qo'yga o'xshash bo'g'izlanishdan boshqa xabar keladi deb o'ylamanglar. Qumulda odamlarning jajisini berdik. Xitoylar bizni hargiz aql qilib etmaydi. Meningcha bo'lganda urishmoqdan boshqa yo'l yo'q. Tinch yo'l bilan hal qilishning usulini izlab o'tirishimiz vaqt isrofchiligidan boshqa narsa emas. Bu xalqning qilida bir vahshiylik, qotillik, hech qanday sabab bo'lmasa-mu qatl omdan chekinmaydigan bu xalq bir ofitserni odamlar bilan qo'shib yo'qotgan tursak, ahvol qanday bo'lmoqchi sizlarcha? Ondan Xo'ja Niyoz hoji o'rnidan turdi va jaranglik ovozda so'zini davomlashtirdi. 400 million Xitoy deb ketibsizlar. Bu gaplaringlarni xalq anglab qolsa, bu yig'inga musulmonlarga emas, Xitoyga vakolatdan qatnashayotgan ekan deb qoladi. Agar eng dastlabki musulmonlarmi sizlardek o'ylab qo'shinlarni odam soniga qarab selishtirgan bo'lsa edi, Alloh bilan qasamki, islom butun yer yuziga tarqalmagan, Allohning bayrog'i ustunlikka ega bo'la olmagan bo'ladi. Sizlar xuddi Alloh taoloninki Allohning izni bilan oz jamoa ko'p jamoa ustidan g'alaba qildi degan oyatini o'qib anglab boqmagandek gap qilyapsizlar. Dushmanimizni dinimizga hurmat ko'rsatishga majburlash uchun biz musulmonlar avval o'zimiz Qur'onni yo'l ko'rsatkichi qilishimiz lozim. Qur'on bizning dunyo va oxiratligimizning yaxshi bo'lishiga kafolatdir. Biz dinimizda susishib qolganligimiz uchun, Allohning kitobidan yiroqlashganligimiz uchun Alloh taolo dushmanimizni bizga hokim qilib qo'ydi. Men taki dinim, vatanim uchun intiqom elib Alloh bilan uchrashganga qadar Qur'onni tashlamasga qasam qildim. O'zini musulmon avlodi sanaydiganlar menga ergashsin. Xo'ja Niyoz hoji Begning qasridan chiqib, o'lgan Xitoy askarlarining qurol-yarog' ambiriga qarab mangdi. Yig'indagilarmi uning ergashib mangishdi. Menmi qo'zg'alganlarning izidan mengatatdim. Bir yangi ruhning umidsizlikka to'lgan qorong'ulikni yerib tug'ilayotganligini ko'rdim. Xitoylarning ko'pligi hech kimning xayoliga kirib chiqmaydi. Mujohidlar o'q, dora va qurol-yaroqqa erishish uchun musobaqa tushgan edi. Xitoylarning odam soni va qurol-yaroq jihatdagi ustunlik haqidagi tashvishlar mujohidlarning oyoqlari ostida ezilib yo'q bo'ldi. Bilarman kishilarcha bo'lganda bu talbilik edi. Jasur odamlarcha bo'lganda yer yuzida hech qanday kuch bu inqilob qo'shinini to'sib qola olmaydi. Allohga qalbining cho'nqur qatlamlaridan iymon etgan mo'minlar bo'lsa, jihatning o'zlariga farz qilinganligini bilgachga, qurolli urushning oxirgacha davom qilish kerakligini tunib ketdi. Ularning vazifasi kufr va tag'utlar bilan ilishishda chekinmay ilgirlash bo'lib, yengish bo'lsa, Allohning ilikidagi ishlar edi. O'lim ular uchun arzimas bir narsa edi. Podachilar xalq naqshlarini tovulg'ach, tog'lardan top-top bo'lib tushdi. Dehqonlar yamoq tushgan kiyimlari bilan dat bosgan qorallarini ko'tarib, takbir va tahlil tovulg'ach yetib keldi. Qasrning eng egiz peshtoqlarining biridan qarab o'tdim. Ko'chalar odam dengiziga aylangan edi. Ulug' ajdodlarimiz bino qilgan azon munorlari va qubbalarga tong nuri chechilishga boshladi. Suyimli yurtimiz yop-yeshil jannatdek bog'lari, yemirilmaslikning simvoli bo'lgan mustahkam imoratlari bilan oltin tongga ulashgan edi.
Aldirab pastga tushdim. Peshtaxtdan tushibla uni ko'rdim. Nima bo'ldi, Cho'lpon? Uning qiyoqdek kirpiklari namlashgan edi. Mağansa? Dedi. Qayg'uliq biqishlari yurakka nashtardek sanjilatdi. Amsichu, Mustafa ot eshakka yem berib, qadi beqib qilib qolamdikan deganmi? Hammalar ketisizlar. Shundoq, xo'rliq ishida yashagandan men afzal. Menga uzundan uzun tikilib qaragandan keyin Seni qaytib kelmaydigandeklar his qilyapman. dedi. Menga bo'lgan sevging chin bo'lsa, qalbingga bir ishlar ayon bo'lgan bo'lishi mumkin. Endişe hatta çoğunkur söygünümü çarşıtı ötüdü. Endişe? Dedim beşini çayqab. Şundak, sana yalgan sözlüğüm yok. Güzelim, haqiqiy sevgi degan o'lmas bo'ladi. Uni endişimi çarşıtılmaydi. Sevgi chin, samimiy bo'lsa, mayli beshimizga o'lim kelsin yoki peshonamizga yashash tutilsin, o'xshashil turaveradi, o'zgarmaydi. Cheqishib, yelkimga urib qo'ydi va Men ya başka ayollardek muhabbetini temin edip bakmağa dursam, dedi. Ko'zlarim yiroqlarga tikilgan holda pishirladim. Seni xayol qilish bilan tong atqizgan kechalar go'zal chaqlar edi. Sening nozlanib o'zingni qochirishlaring qalbimni boshqa hayajonga solatdi. Ah, bir bilsam. Shu an yurakim shodlikdan tipirlaydi. Chunki jang maydoniga borganda mening sevgim bilan liq to'lgan bir qalbning borligini bilib turaman. Zulmetlik jang maydonlarini aydınlash uchun seni xayol qilishim yetarli. Sening g'ururing va o'zimning arnumus uchun elishiman. Sharaf, arnumus Alloh taolo bizga ato qilgan ne'matlardandir. Qaytib kelgan chog'imizda to'y qilamiz. Cho'lpon, Og'chayimning yana qaytgan. U mo yolg'iz qoldi aqchan. Erlarning hammasi yo'lga chiqdi. Mujohidlarning yo'lga chiqishi bek ahamiyatli bir voqea. Sizlar ko'z yosh qilib o'tirishmay, usul o'ynab, naqsha aytib tantan qilsanglar bo'ladi. İmanı üçün qılınğan jang erlerini tavlab haqiqiy erkek aylandırdı. Begning qizi dadisiga o'zini billa apirishni aytib yalvardi. Hatta o'zini mujohidlar bilan jang maydoniga o'q yomg'irlar orasiga berishiga yo'l qo'yishini o'tinib yig'lab baqdi. Lekin beg qizga Özlem'in bilala omak kızım. Erler düşman bilen yüzün yüz erişalaydı. Ölümgümü teyyar. Lekin havası qattiq soğuk taqlarda kız ayollar mücahitler için bir iş qilib berilmeydi. Hatta yük bulup qaladı. Kız ayollarını bir xatar cevap koyup koyuşumuz lazım. dedi. Kishilar taraf-tarafdan kelib safga qatilishdi. Sharqiy Turkistonning har qaysi rayonlaridan kelib qatilgan fidoilar yig'ilib zo'r bir qo'shin tashkillandi. Xitoylar omonlik tilashib, bu yoqqa qachatdi. Rossiya voqealarni yaqindan kuzatib turibdi. Stalin Mongoliyadagi odamlar orqali inqilobga yordam qilg'usi borligini bildirdi. Harbiy yordam qilish arzusini bildirib, elchilar umid avatdi. Xo'janiyoz hoji bu masalani muzokara qilish uchun odamlarni yig'di. Men Rossiyaning maqsadining nimaligini nihoyat yaxshi bilaman. Ular azaldan bizning mustaqilligimizni xohlagan emas. Ularning maqsadi diyorimizning boyliqlarini qo'lga tushirish uchun zaminimizga putini tiqib olish. G'arbiy Turkistondagi qarindoshlarimizga qilganni bizga ham qilmoqchi bo'lyotdi, dedi. Odamlardan biri Xitoylarni yo'qotishda ruslar bilan isbotlashsaqchi, dedi. Xo'janiyoz hoji javoban agar o'z zaminimizni o'zimiz ozod qila olmasak, mustaqil bo'lishga haqqimiz yo'q demakdir, dedi. Düşmanimiz vahşiy. Onu yo'qotish uchun shayton bilan ittifoq tutsakmi, bizni hech kim ayblayolmaydi. Aldırmang do'stim. Rossiya yeni bir düşmanimiz. Ruslarning bizga yordam bermoqchi bo'lishi bizning g'alaba qilishimizga ko'z yetganligidandir. Eng oson, eng qulay yo'l bilan maqsadiga yetmoqchi. Janoblar, kafirlarning hammasi o'xshash. Eng buyuk ittifoq vatanimizning har qaysi yurtlaridagi xalqimizning ittifoqidir. Albatta, bu ittifoq Allohning soyasida bo'ladi. Alloh taolo: "Ey mo'minlar, mening dushmanimni va sizlarning dushmanlaringizni do'st tutmanglar", deydi. Mongoliyadan kelgan elchilar bilan oxir qatimliq ko'rishda Xo'janiyoz hoji: Janobi Jamsindorji, sizning yaxshi ko'nglinizga rahmat, lekin biz dushmanimiz bilan o'zimiz yolg'iz elishmoqchi, dedi. Jamsindorji: Uzoq bardoshlik berolmaysizlar. Biz erishgan ba'zi ma'lumotlarga qaraganda, Xitoyning sharqdagi poytaxtidan sizlarning inqilobinglarni bostirish uchun zo'r bir qo'shin yo'llamoqchi ekan. Buni anglagan Xo'janiyoz hoji yenik yutqundi. Nafsi tizlashib gapni kesdi. Yetkizgan do'stinglarga rahmat, lekin sizlarning shartli yordaminglarni qabul qila olmaymiz.
Adamlarım askarlarning mutaxassis yoki savdogarlarning vatanimizga oyoq bosishiga yo'l qo'ymasligini qaror qildi. Ko'rib turibsizki, bu ishga men o'zim yolg'iz bir nima deyolmayman. İnqilab qo'shini o'zining yo'lini o'zi belgilab bo'ldi. İnqilab o'z yo'lida yurib ketdi. Xo'janiyaz hojining odamlari hamma yerni qopladi. Jasur o'g'lonlarning zarbasi ostida qolgan Xitoy istehkomlari birining keynidan biri yiqildi. Xitoyning Sharqiy Turkistonga tiklab qo'ygan odami Jinshurinning ikki puti bir o'tib qildi. Mujohidlarning shijoatiga hayron bo'lib, nima qilishini bilolmay tipirlashga boshladi. Chiqish yo'li izlab, oxiri ruslardan yordam so'rashga majbur bo'ldi. Ruslar Sharqiy Turkistonda tijorat vakolatxonalari qurishga yo'l qo'yilishi va Sovet kirajlarni har qanday kishining vatanimizda hech qanday tashvishga uchirmay erkin harakat qila olish sharti bilan yordam berishga qo'shildi. Jang toza keskinlashishga boshladi. Biz tog'davan yar jilg'ulardan ashatdik. Daryolar kechib, yayloqlardan o'tatdik. Xitoylarga yordamga kelgan rus askarlarini va kuchli qurollarni ko'rdik. Xitoy ishg'olidagi shaharlarda ruslar yamrab ketishga boshladi. Ular g'arazlarini amalga oshirish uchun atlangan bo'lib, kommunizm satyasini tarqatish, hokimlarga, yurt cho'nglarga pora berib, o'zlariga moyil qilishga tirishish bilan mashg'ul edi. Hatto tehi tunigilla ittifoqlashmoqchi bo'lgan Xo'janiyaz hojini yo'qotish uchun buni kuchkirtotdi. Uningdan dahshatli bo'lgani ruslar har qaysi sinflarni bir-biriga dushman qilib, oraga fitna terishga tutish qildi. Ruslar bir tarafdan qurol yaroqlari orqali Xitoyning ayisini oshirsa, yana bir tarafdan ideya buzg'unchilik orqali bizni kuchli qilgan narsani, birligimizni yimirib, xalqimizni parchalab, kuchimizni ojizlatdi. Bu ishlar yuz berganda biz jangchilarni yuzlab, minglab azmatlarimiz qurbon bo'lgan qonliq urushlar bilan mashg'ul qilib turibdi. Mushaqqatli bir necha oydan keyin qurol-yaroq, yemak-ichmakka qattiq muhtojlikka tushib qoldik. Yaradorlarimizning yarısini tanılmay qoldik. Ularning o'ngrashlariga chiday olmay, nariroq turishga tirishdik. Chunki tasalli bergidek holimiz yo'q edi. Hammamiz parishon edik. Ruslarning navbatdagi yordami Xitoylar yetib kelguncha ozroq nafas olgandek bo'lib, fursatni g'animat bilib taqqa chekindik. Shunday qilib, biz safarga shunchalik yaqinlab qolgan bir paytda Jinshurin qaytadan bosh ko'tarib oldi. Tog'da O'nkur, Chilg'a, Tiqqiya va kichik o'tganlarda buyruq kutib yotatdik. Xo'janiyaz hoji bizlarning aramizda aylanib yurib so'z aytdi. Azmatlar, jangda erga bir navbat, yerga bir navbat degan gap bor. Biz Allohga va'da berganmiz. Ya g'alaba qilamiz, ya shahid bo'lamiz. Asla taslim bo'lish yo'q. Biz azobga bardoshlik berib, zafar quchganda shukr sajdasi qilib, shahidlik bedeliga Alloh rizosiga erishish uchun tog'larga chiqdik. O'rlik boshqalar elib bizga hadiya qilgudek arzon emas. Xo'janiyaz hoji o'tkir ko'zlarini egiz cho'qqilariga soya tashlab turgan bulutlarga tikkanicha bir oz o'ylanib oldi. Bepayon yayloqlarga nazarini oldirib, o'zi va jasur yigitlarimiz bilan bu muqaddas va azim yurtimizni dastani qilayotgan maynat axlatlarni supurib tozalayotgan shu kunni tasavvur qilayotgandek ko'rinadi. Miyqida kulib qo'yib, gapini davom qildi. Ko'rgansizlar ruslarni, tunigan bizga yordam qilmoqchi bo'lgan, mana endi dushmanlarimizga madad beryapti. Endi ularning hozirgi aloqatimizning jinoyatchisi ekanligiga ishongansizlar. Xo'janiyaz hojining chiroyiga bayonqi kulgisi qaytib keldi va yana so'zini davomlashtirdi. Qayg'urmanglar qarindoshlarim, xristian dunyosi burundan tortib bizni yo'q qilishning g'amida bo'lib keldi. Fursat topsalar islom diyori bo'lgan vatanimizni qo'lga kirgizish uchun ruslarni daydayga soldi. Chunki xristianlar bokirlarimizning ahli salaf urushlari jarayonida Turkiya va islom dunyosi qilgan yordamlarini unutib qolmadi. Vatanimizning shonli tarixi va madaniyati bor. Uning ustiga diyorimizning yer usti va yer osti boyliklari nihoyat mo'l. Ya'ni ularning vatanimizga ko'z tikishi uchun minglab sababi bor. Lekin eng muhim sabab bizning musulmon bo'lganligimizdir. Chunki ruslar kommunizm sapsatisini tartish jarayonida musulmonlardan ko'rgandek qattiq qarshilikni hech kimdan ko'rmadi. Tog'larda mushaqqatli bir qancha oyni o'tkazdik. Bu jarayonda harbiy ta'lim, partizanlik hujum va pistirma qurib zarb berishlarni uzib qo'ymadik. Cho'ng hujumga tayyorlik qilgandan keyin Xo'janiyaz hoji bizni chaqirtib, bir nechimizni maxfiy holda diyorimizning har qaysi yurtlariga berib, axborot egilib, dushmanning ahvolini kuzatib, ularning ojiz nuqtalarini tepib chiqishga buyurdi.
Jangchilarning oldida menga sharaf o'rnin taqidi va Mustafa Murat, sen bu ulug' qo'shinda doim boshqalarga ulgu bo'lgudek yaxshi jang qilding. Sana taqalgan bu orden seni chin yurakdan taqdirlash va sana bo'lgan hurmatning faqatla bir qismi xolos. Siz berib tiz kelinglar. Jiq vaqtimiz qolmadi, dedi. Maxfiy holda taraf-tarafga taraldik. Osmonini qayg'uning qora bulutlari qoplab ketgan qumulda kishilar kichikkina gumonlar bilan darg'a esilatdi. Qashqarda bo'lsa, jasur o'g'lonlarni ko'rgili bo'lmaydi. Ba'zilar yushinib olgan, ba'zilar tog'da jang qilayotgan edi. Kimdir Xitoy hokimiga yantayoq bo'lib, rus mutaxassislarga yordam qilayotgandek ko'rinadi. Rayim shafqatning nimaligini bilmaydigan diktatorlarning kundan-kunga kuchayotgan zulmi ostida haq-naqni ayirmoqmi tashlashib ketgan edi. Urumchida hamma ishlar ostin-ustin bo'lib ketgandek turibdi. Har yerda Xitoy va rus tilidan boshqasi ko'rinmaydi. Shaytonning qo'shinlari odamning boshini qaydirib, ko'zlarini olachakman qilib, quloqlarini zanglatib o'tadi. Mushundoq u yerdan bu yerga, u shahardan bu shaharga o'tib, aylanib yurib, qumulib qaytib keldim. Cho'lponning, sho'rbishani yarining izdirkini qo'yish uchun keldim. Qayerdasan ey janon? Qalbim azobda, izdirab ichida pushtonib totdi. O'zimni bosh qo'mondan maydonga taqilgan o'rnimga naloyiq his qilatdim. Dushman qo'lini salgancha g'adiyib minib yursa, vatan o'g'lonlarini qamchilab dumbullarini shalvaritib, turma yoki dar oldiga haydab olsa, o'rninning nima ahamiyati bo'lsin? O'g'zimga bir narsa turib qolgandek bo'ladi. Jonni olg'udek achchiq haqiqat. Shu olim bilan yana cho'lponni izlab o'tdim. Bek qasrga bordim. Aslimlar jamgohiga, zalim so'ygi, nozik erashma, tatliq va'dalar qasri. Qasr ko'zimga xuddi ko'nlardan qolib qolgan asaratiqadek ko'rinib ketdi. Haybatli tuyruqlarini yillar qipiritib o'tgandek, qiyriliq etib mukchayib o'tgandek turibdi. Hamma narsa qariydi, kasal bo'ladi, ko'z yoshi va qayg'u-hasrat bilan uzitiladi. Cho'ngana cho'lponni ko'rdingmi? Udulimda qirib dumchiyib ketgan bir kampir turibdi. Beshini ko'tib, to'rilishib ketgan ko'zlari bilan menga qarab, "Men bu yerda o'ltirg'ili bek uzun yillar bo'ldi. Bundaq bir ismni anglab baqmadim", dedi. Assiq taynib bir necha qadam mangandan keyin qo'riq bosgan alqinni ko'zlariga soya qilib turib, "Yoq yurtliq o'xshamamla?" deb so'radi. "Yo'q, men mush yerlik." Ko'zlariga yosh to'ldi. "Qaraganda tog'dan kelgan o'xshayla, balam. Mening 4 o'g'lim bor edi shu yerda. Bir ketgancha qaytib kelmadi. Birasinglar meni ularning qishig'i opirib qo'ygan bo'lsanglar bo'ladi. Bu yerda tul qizlarim bilan kun ololmay qolyapmiz. Kuyovlarimni qo'y bo'g'izlagandek bo'g'izlashdi. Bir muncha ushshaq bolalar bilan qoldik. La'natdekkur Xitoylar, o'lgur uruslar." Ishg'ol ostidagi qumul ko'chalarini aylanishni davom qilyotdim. Tuyuqsiz bir ko'n birodarimni ko'rib qoldim. Mansurdurg'a ixtiyorsiz ismini to'g'rilab soldim. Menga yaqin keldi. Mustafa Murat, bu senmi? Chin quchoqlashib ko'rishdik. Ondan qo'limdan tortib, bizni hech kim ko'rib qolmaydigan xoli bir yerga boshlab bordi. O'ltirib, paranglashib boshladik. Senda xabarlar qandaqroq, Mansur? Mansurdurg'a g'amkin o'xtatib qo'ydi va İli Altay çöçekki inqilabqa qatnaşqan qarindoshlarimiz vahshiylarcha qatl qilinyotidi. Turumlariga so'linib qonliq bostirish va intiqomga duch kelyotidi. Kucha va Oqsumga o'xshash. Istibdod har yerda hukm surmoqda. O'rislar g'arazlarni ishga oshirgan planlarni tuzishyotidi. Ular egalgan mutaxassislar jang taktikasi, tijorat va tashviqot bilan cheklanib qolmay, yana kishilarda odam qiynash, qatl-om, islom va musulmonlarni qandoq yo'q qilishlarni tadqiq qilganlarmi bor ekan. Mansur Durg'unning ko'zlari yoshlandi. Isadab yig'lab ketdi. Buningga Alloh rozi bo'lamdi? Alam bilan aytdim. Albatta rozi bo'lmaydi. Endi sen nimishqa bizni zulm va xorliq ichiga tashlab qo'ydi? Alloh adildir, Mansur. Lekin zulm ummatni qayg'u alam dengizga g'arq qilyapti. Shunda bo'lsa-mu Alloh adildir. Adolat degani mushu kofirlarning yo'q bo'lishi. Qo'llarimni me'risi qo'yib turib aytdim. Allohning yordamiga erishish uchun haqiqiy mo'minlardan bo'lishimiz kerakligimi adolatdir. Beshini lang'ishtib, To'g'ri deysan. Aramizda dushmanga yordam qilayotgan munofiq xoinlar bor, dedi. Ular azsanda. To'g'ri. Aramizda hech ishga aralashmay tark dunyo bo'lib olganlarmi bor. Pasif insonlar hamma millatda bor. To'g'ri.
İçimizde Allah'qa küfürlük qilib, Moskvadan kelgan siyosiyonlar tarqatgan kommunizm səpsətsiga erişiyotganlarmı bar texi. Mansur qan qo'yganda qizirib ketgan ko'zlari bilan menga lappadirini qarab qo'yib, aramizda yana shundoq go'zal ayollarmı barki, fazilatning nimaligini bilmaydigan. Mansurning so'zlari yuragimni mujidi. Qaraganda uning qalbi umidsizlik va iztirob ichida jon talashayotdi. Halbuki ishlar uning degandek emas edi. Bizning xalqimiz savirlik mujohidlardan bo'lib keldi. Taslim bo'lmadi. Xoin munofiqlar bo'lsa nihoyat oz bir qism edi. Ularning ichida dushmandan qo'rqib, qiyin qistoqqa chidamay, mush yo'liq menib qolganlar bor. Osondagi bir qism bo'lsa, pul-mol uchun